Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Yeni bir katımlık uçuk söhbət programımızı görüşənlərlə qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli qarindaşlar, əməlləğə məlum olğandək biz bu programımızda hər xil sahələdəki qarindaşlarımızı, mütəxəssislərini, kişilərini, cəmiyyət məsullarını çağırıb hər xil şu millətimizin dava yolundakı proqramlarını ötküzüb kilovatımız fərqli şəkildə. İnşallah bugün mü şunun cümlesidən İlgirme bir qancha qatim ötküzgənidik. Yenidən qurulub fəaliyyətə düşkəli uzun bolmagan bolsunmu, qılğan bulubmu ictimai yardım, yetim yesirlar yardım xizmətləri bilan tunulub atqan, cəmiyyətdə nurgun yaxşı xizmətlərini qılıb atqan Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyətinin xizmətləri haqqında proqramı ötküzümüz. Bugünkü qiymetli mehmanlarımız Nuzgum Kültür və Ailə Cəmiyyəti rəisi hörmətli Munəvvər Öz Uyğur xanım, şundaqla cəmiyyətin maliyyə məsulü İlmi Nur Sıdıq xanım təklif qılıq. Qiymetli vaxtını çıxırıb kəpbə gəldiyi üçün aldığından köp rəhmət etimiz ikən ağa. Rəhmət sizlərə. Əmdə qadirli qarindaşlar, həmməllağa məlum bolğandakı proqramımız naq meydandan taqıtılıb atıdı. Suallarınla ekranın aldı çıxıb durub atqan WhatsApp arqalıq sual sorsanlar buldu hər iki xanımdan. Şundaqla köp qarindaşlarımızın faydalanışı üçün proqramını həm bəhərləşib qoyuşanlarını başqa qruplara ümid qılımız. Yoki bevosita müşahiga bağlanıb telefon qilsanglarmi boludu. Hem İlmi Nur xanım cəmiyyətininki, Nuzgum cəmiyyətininki hem təşviqat məsulluğunu qılıb atıdı, hem maliyyə məsulluğunu elib beri atıdı, hem də hər şəkildə. Hem də hörmətlik sizdən başlasam Munəvvər xanım. Aldı bilen şu ötken qatımımız bilen ötküzgen söhbətdə cəmiyyətin yetim yesirlər haqqındakı qılıb atqan asasi umumi xizmətlər haqqındakı qiyinçilik və icabi səlbiyyətlərini paranlaşqandıq. U yerə qaytadan soraşның hacət yox deyə qaramaq. Şunun üçün bevosita sizdən bu ictimai yardım xizmətlərdə asaslı xizmətlər bolğan qanday bir taraqqiyatlar boldu? Bu yerdən başlap kirsək. Assalamu alaykum. Meni bu proqramaga davet qilib bizning xizmatlarimiz haqida ma'lumot elish va qarindoshlarimiz bu haqda tushundirish uchun taklif qilganingizga rahmat. Barliq ko'rinmanlarimizning hammasiga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyman. Biz burun sizning deganingizdek Nuzgum Kültür va Aile Cemiyetining qurilib ancha uzun o'tmagan vaqtimizda xizmatlarimiz to'g'riliq ma'lumotlarni bergandik. Shu 3-oy kelsa bu cemiyetimizning qurilganiga dal bir yıl bo'lgan bo'ladi. Cemiyetlerge nispeten etken çağda ömrü kısa, yani kısa bir cemiyet oldu, yani yanıdan kurulan yaş bir cemiyet hesaplandı. Lekin biz Şərq Türkistan Teşkilatlar Birliği'deki qarindaşlarımız bilen uzundan beri devam kılıp kilovatkan. Şəxsən özüm Marif Cemiyeti'nin ki bu cemiyet hizmeti de 10 yıldan artık bir hizmet tecrübem boğallık için bu xizmatga mas'ul bo'lib kirgandan keyin yaqindan qo'llab quvvatlaydigan qarindoshlarimiz, shundaqli yuqori darajadagi rahbarlarimizning yo'l ko'rsatishi bilan bizning bu qurilg'ili 5 yildan oshgan Nuzgum fondi jamiyatining xizmatlarini texim yüksek bir darajada, texim bir qonunliq, nizomli bir şekil jihatda elib berishga tirishdik. Hazır hamdi gerçi yangi bo'lgan bo'lsa men takrorlasam, lekin xizmat tecrübemiz yoki qilib kelayotgan ishimizning ma'lum qozongan tecrübelerimiz bilan jamiyatning har qaysi joylarida, har qaysi taraflarda tunilgan va xizmatlarimizning nurg'un sohalariga qadam bosgan holda xizmat elib beryapmiz. Bo'libmi yetim bolalarimizga oylik yordam berish va tul ayollarimizga ham ta'lim tarbiya jihatdan hem yani iqtisadi ictimai yardım cihetlerden texim kengri bir şekilde tunuş ve tunuşturuş, şundaqla yardım toplaş ve yardımlarga kol kanat kirişdek hizmetlerini elip kirivatımız. Bu cihette yani bizning texim nurgun yaxshi planlarımız var. Elbette bu hizmetlerimiz keng xalq ammasınınki qo'llashidan ayrilib qarag'il bo'lmaydi. Lekin bu jihatdagi nurgun qarindoshlarımızning texim bu masalalarga aniq tushunchasi bo'lmaganligi aniq. Lekin qo'limizdan kelishicha biz xizmatimizning ijtimoiy bir yordam xizmat ekanligini tunishtirishga tirishib kelyapmiz va nurg'un yaxshi planlarni amallashtirish yo'li qarab ketyapmiz deb qarayman. Ko'pdan ko'p rahmat. Yani siz kelme İlmi Nur xanım, hem de sizden sorsam şu
iqtisod bölümü ham təşviqat xizmətini qılıb kelyapsınız. Şu qarindoshlarimiz har xil ehtiyoj egalariga iqtisod to'plash jarayonida uchrayotgan qiyinchiliklar va erishgan natijalar buni qanday yengib ketyapsizlar? Bu vaqtda biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Va alaykum assalom deyman barliq aziz ko'rmanlarga. Bu programma taklif qilganingiz uchun ham rahmat aytaman. Avval men gap qilishdan burun bu moliya mas'uli degan gapga ozroq bir tushuntirish berishni to'g'ri topdi. Chunki men kasbim asli doktor, lekin vatanda o'zimiz shirkat ochgan vaqtida muhasabchilikni ham o'rgangan. Lekin bizning masalan Nozgum ish markazi bo'lsin yoki bo'lmasa bizning Nozgum darnagi bo'lsin, buning maxsus bizningki moliya xodimlarimiz ayrim bor. Chunki bu Turkiyada bir shirkat ichish yoki bir darnak ichish tashkil bir ish qilishda ularning qonunlariga uyg'un asosda maxsus moliyani o'qigan, shunday o'tisidan chiqadigan odamlarni qo'yishimiz shart. Shaxsan biz uning o'tisidan chiqamiz degan bilanmi, lekin ma'lum bir imtiyozlarimiz uni to'shmaganligi yoki vatandoshlik yoki boshqa sabablardan biz bu moliyaning maxsus mas'ul odamlarni ayrim belgilab bo'ldik. Ammo mening bu yerda asosli uchur vositalarida qilgan ishim shu iqtisod to'plash bo'ldi. Eng avval bütün xalqimizga iqtisod to'plash jarayonida bizni qo'llab-quvvatlagan shaxsan ko'pincha xalq bizniki o'tirdi vosita bo'lib qolgan ishimizdan u iqtisodlarni balkim bizga tava deb o'ylab qolgan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin, lekin bizmi yana shu xalqning nomidan xalq uchun xizmat qilish uchun o'tirga chiqqan bir iqtisod to'plovchilar deb qarayman. Bu jarayonda men eng avval shu Uyg'ur xalqininki mayli kim bo'lishini qat'iy nazar butun dunyodagi Uyg'ur xalqining bir sehi bir xalq ekanligini o'zim bir ezib zaten biz vatanda shunda xitoq hamdi. Boshqalarga nimamiz kelsa o'zimizdan aymaydigan. Vatan sirtiga chiqqandan keyin garchi iqtisod qiyinchiligimiz bor, voy tul ayol yetim bol deb shunda qilsaqmi, lekin iqtisod to'plash jarayonida biror qiyinchiligi qiyinchiligi bor ekan yoki biror ehtiyoji bor ekan degan hamon butun qarindoshlarimizninki bu xizmatga atlanganligini men haqiqatan o'z ko'zim bilan ko'rib, hattoki ta'sirlanib uyqularım kelmagan kunlar bo'lgan. Bunun ben bir emeli misalini deyiş doğru keldi bir yerde çünkü emeli kılınan hizmetler arkalı yakın çıkartkenmiz. Şu Tayland'dan kelgen qarindoshlarımızga pul toplaş işine dəslevide ben anlap bulamış pulcu gayle degan bir fikrini bizim özümüzle məsləhət topladı bergen buldum. Ay bu işini qısaq boldu ki çünkü u yerden kelgan qarindoshlarımız çoxum bir pula ehtiyacı bolduğanlıqda şu vəziyyət şu əməliyyat taqaza qıldı. Bunun üçün bunu biz qılmız deb çıxarğandan keyin xalq amsi tərəfdən qolladı. Biz nəhayətdə bir ümid uşqullarına toşduq çünkü o qarindoshlarimizniki u yerda unda Allohga butunlay tavakkul qilib unda qochib chiqishi bir cho'ng bir g'alaba. Agarda biz hozirgi vaqtda shu qarindoshlarimizning har birisiga 50 ming dollardan pul ketadigan shu qarindoshlarimiz qutqizinglar yo bizlarga beraylik desa, xalqimizning yana shuningga butun naslidan arilib qolsa-mu, o'zim pido qilayoladigan ishonaman-di. Ammo shu jarayonda men Tayland pul yig'ish jarayonida har qaysi rayonlarda vakil xarakterli qarindoshlarimizni o'rlashtirdik. Men Safaköy, Selimpasha, Başaq shahri bo'lsin, hattoki boshqa yurtlarda ham o'rlashtirgan bo'ldik. Buningda asosliq Turkiyadan yig'ilgan pul 35 ming TL, 17 ming dollar pul bo'ldi. Bu pulni biz shaxsan men qo'limga yig'ib olgandan keyin her gündeki nurgulgan telefonlar kilodu, bazıları özlem keçik demek, gündüz demek çıktık, bazılarını köpünsüm Nozgum iş merkezindeki nurgun işlerden kendilerimiz şu pulunu ilip, yazıp, hatırlap, nurgun hizmetlerde boldu. Şahsen bu kıytım pul toplaş, kandalı şahsen minanla bir vesilem bilenle bütün iş bitip ketken iş yok, bütün kenkalık amısı bununla naiti ken kölemde atlandı. Hatta ki bununla guvahçı, mesela pulunu ağandı ki ben pulunu alsam, minun üstümde bir guvahçı bununla guvahçı verdiğin, şu pulunu işiniz ceryanında iki adam guvahçı bulduğun halette bu hesabat kıldık. Hem pul yig'ish jarayonida nimalar uçurdum degan chaqda ko'pincha qarindoshlarimizniki niyatida Alloh rizolik uchun bo'lgandan keyin bek azvelab ketmaydigan. Biz Allah rızalıq üçün bəygəndik ki, bolluğu deydiğən düşüncəni bağlığını es qıldım köpçülükdən. Lekin bir qısım qarindoshlarimiz ma pulni sizga berdik. Agar shu qarindoshlarimiz sağ salamat kelmay qolsa, shu pulni qaytarib bersiz degan qarindoshlarimiz bo'ldi. Ularning telefon nomerini ismini ayrim xatirlab qo'ygan bo'ldik. Endi ularni to'g'ri tushundik, chunki u hozirgi vaqtda hammamiz iqtisodiy qiyinchilikda yashayotgandan keyin. Ama bu jarayonda endi mushu bo'libmi maktab o'quvchilari hattoki biz yilqi yetim bolalar deganlarni ichida o'zlari kurs yig'ayotgan pullarni ash qarindoshimiz atadi endi. Men shuni ash aqllarimga daldirimga atayman deb hattoki shu oiladagi bolalarni noyat yilqi o'zi safarbarlik ko'rsatib hatto shularniki birisining bolasiniki men buniki endi kiyim kiymayman, isl tomoq yemayman, dadam keldigan ish bo'lsa deb iqtisodiyatdan shunday bir kuchaydiganligini kichik bola jinimda yetib yetgan endi. Hem bir günde ben bir ayağının kısını için doğru kötü hem de kısa emez emeli boğa iş desem buldu. Bir közü acısı bir kesel ben bir ayalken ki yerim keçe saat 11 bulay degen telefon qıptı. Siz falançaya kelgen bolsunuz ben öydün çıkmağın bek testep özünki bir cüp halkısını.
Aşı Tayland qarindoshlarımızga setib xajlasangiz dedi. Shunchalik ta'sirlandim. O'zi kasalchan bir ayol ekan. Ammo lekin men ishlamay olay cho'qim qaytib keldim. Men kechki ishlab mush kasal holatimda duo qilyapman dedi. Demak, bu qitimqi bu qarindoshlarimizga yig'ilgan pullar bütün xalqimizniki qo'llab-quvvatlashi, bizga ishonishi, ham shu qarindoshlarimizni bo'lgan bu qo'ldan keladigan bir ishni qila oladigan bo'lgan jur'atini ko'rdim. Endi bu jarayonda xalqimda shunda ta'sirlangan taraflar bo'ldi, lekin ba'zi bir qarindoshlarimizniki shu pulni nega ishlatadigan-do. Shaxsan men u chaqda Nozgum darnegi qurilmagan bir mezgil, lekin Nozgum ish markazi ichilib bo'lgan bir yer bo'lganki, shu yerga ishlatib olamdigan-do yoki o'zlari maosh ular xajib olamdigan-do degandek fikrlarni anglab turdik. Endi har xil bo'lganki, ularning og'zidan har xil fikrlarni chiqishi normal. Biz uning hargizmi xafa bo'lib ketmaymiz. Ularni bir tilga ilishimiz hargizmi ularnidan xafa bo'lganligimiz emas, jamiyatga fikrlarni davatimiz. Albatta. Men demoqchi bo'ldim, endi ash qarindoshimizning ashgan fikrlarini ba'zi vaqtda bizga ijobiy rol berilgan taraflarim bo'ldi. To'xtab tura, xalqimiz shunga diqqat qilgan deb o'zimizga boshqacha, yana intizomchi holat kelishga foydasi bo'lgan. Yana birisiga biz shaxsan bu ishni qilgan vaqtida bu hisobninki pul ishining bir o't ish ekanligini, dunyo oxiratda bir hisobi bor ish ekanligini bilib o'tirib chiqsakmi, ya'ni jamiyatga fitna fasodlarga sal qarsak bo'lmaydiganligini, jamiyatga fitna fasodlarni oldini olish uchun bu pul to'plash xizmatimizni tartiblik, intizomchan, masalan guvohchilar bor, buni hisobini qildi adam bor, ya tut jamoatni adam kelib qinama pulni qanchalik yig'dan, nega ishlatding, kim oldi desa, shuni ko'rsatib beradigan holatda biz hozirlik ko'rishimiz kerakligini, xizmatlarimizni puxta qilishimiz kerakligini tunib yetdim. Albatta. Ammo shu nimani Tayland masalasidagi 11 qarindoshimiz ko'p bo'lgan nurg'un xizmatlarni qilishlar, o qarindoshimiz sog' salomat ko'p bo'ldi. Yana ishida nurg'un qarindoshlarimiz bor. Bu yordamda yana davom qilyaptimdi yoki Taylandda turayotgan, hozir tutib turayotgan qarindoshlarimiz uchun yoki to'xtab qoldimi 11 odam kelgandan keyin? Endi bu 11 odam qaytib kelgandan keyin qish mezgilida, bultur qishda shu qarindoshlarimizniki shu Bangkokdagi Taylandlik birisi orqali yordam so'raganligi, mush yemekdan baq qiynab ketganligi to'g'risida yordam so'raganligi, buningga shu Kanadadagi qarindoshlarimizniki nihoyatda jiddiy qarab uni iqtisod avatganligidan xabar topdik. Yaqinda yana ularni tutib turgan o'rinlar ayrim-ayrim bo'lgandan keyin bir yerga borgan pul bir yerga bormaydi ekan, ammo turmadan qochgan qarindoshlarimiz bilan qolib qolgan, shu yerda qolib qolgan qarindoshlarimizniki tutilish ahvoli ig'ir ekan, pul kirish imkoniyatim yo'q ekan, lekin boshqa qarindoshlarimizning bu pulga ehtiyoji borligini bilgandan keyin bu to'g'ri iqtisod to'plash to'g'ri gap bo'lganda, lekin Kanadadan kelgan bir qarindoshimiz biz buniga turgan hozirgi ahvolni ko'rgandan keyin shu biz Kanadadaga kuchab turaylik dedi. Lekin men o'ylaymanki, bir kunlarda shu qarindoshlarimizni yana iqtisod to'plash orqali qutuldirgan ish bo'lsa, xalqimizning har vaqt, har zaman bu ishga tayyor ekanligiga ishonaman. Xo'sh, yana iqtisod masalasiga yana kelman. Nima xonimda sizdan shu albatta uzundan buyon bu jamiyat qurilishidan burundan tartib xizmat qilyapsiz, ayollar xizmatlarini. Ayollar bilan ichtish aralashib yursamda. Istiqlolda biz tunji qatim guvohlik berish masalasini shu oilasi to'g'riliq Xitoyning elib bergan bu tajovuzchilikqa, bu jinoyatlarga qarata buni oshkorlash, Xitoyning yolg'onchiligini isbotlash uchun biz bu yerda tunji qatim mishada boshlatdik faoliyatni. Guvohlik berish mishada Abdurahmon Sandan boshlandi va uning keyindan bu kengayib bugungi kunga keldi. Uning keyin dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz telefonlardan tatib beradigan g'arb dunyosidan buning ta'siri kuchli bo'ldi. Biz chiqargandan keyin hatto Turkiyagacha ta hozirgacha g'arbning muxbirlari ta Amerikadan tutun boshqa yerdan kelib mishada guvohlik bergan shu qarindoshlarimiz bilan ko'rishib, har xil tillarda axborotlar chiqib o'tdi. Xitoyga ig'ir darajada bir besim bo'ldi bu. Ko'pincha albatta chiqayotgan guvohlik berayotganlarning ko'pinchisi. Lekin yana bizningki sonimizga nisbatan Xitoy bilgan buni uchun nihoyat jiddiy bir tashviqot edi. Sirtdagi sonimiz Istanbulni boshqa yana qo'yib turaydi yani. Istanbuldagi ayollarimizning soniga nisbatan biz 40-programmani yoki suhbat xarakterlik programma 40-sini o'tkazdik oldingi kuni. Bu nima uchun hamda xizmatni yaxshi qilib, albatta bu shu ayollarni tashviq qiladigan, ayollar bilan ishtish aralashib yuradigan sizlarning xizmatinglar bilan biz birlikda bevosita berib ayollar bilan suhbat elib boramaganki, biz faqat ekran yuzidan butun qarindoshimizga har programmada xitob qilyapmiz, buningki muhimligini so'zlab kelyapmiz. Siz aralashib turgan bu ayollarga xizmat yaxshi qilinmayapti. Nima uchun yana bir passivlik bor? Ko'pligan aslan yuzlagan, minglagan qarindoshlarimiz chiqish kerak bu programmaga. Siz endi bu xizmatlarni qanday ishlatyapti bu xizmatlar? Ali roziyallohu anhuninki mashhur bir so'zi bor.
Bunu hadis deydi, lekin köpünce işençilik kaynaklardan qaraganda Ali radhiyallahu anhu'nun sözü deydi. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ınki. Yani mezlumның zulmü, mesela zalimni to'xtamasan, onun avazını, onun zulmünü anlat. Zulmünü anlat. Biz bir Müslüman işkenmiz. Aslında Müslümanlık ahlakımızda bir tane çümüylünü birisi destigen vakitinin özüde destemez, onu mu Allah yaratgan o can deydigan bir mesuliyetimiz var bizninki. Şarkı Türkistan bizning Allah subhanahu taala bergen vatanimiz. Uygur bulup yaratılışımız Allah subhanahu taala'nın bu bir ayeti, alameti. Biz şerde şu zulümni görüp Allah bizge bergen şu zamanımızdan Xitayning sebebinden ayrılıp kaldık. Chet ellerde ming yaxshi yaşadık deyli yoki nachar yaşadık deyli. Ama biz özümüzün vatanında yaşagandek hiç qanday bir rahat yaşamayapmiz. Bu hammamiz biladigan, e'tirof qiladigan haqiqat. Sharqiy Turkistonda ko'rilayotgan o zulm bizning qarindoshlarımızın beshiga kelayotgan zulm. Kimimizning onasi, kimimizning dadasi, kimimizning ayoli, kimimizning eri, kimimizning bolasi, akukisi degandek. O bizim qarindoshimiz. İnsanlık da mı? Bir insan zulüm uçurgan çağda vay nimiş kanını bozak etse deydigan bu insanlık bir vicdani ahlak mı o? Lekin aşağıda zulüm körüvatkan vaxtının olsa da bizim qarindoshlarimiz özünün qarindoshları hakkında şahitlik verişte bu susluk kılışı insanlıkının gumanlanğıdak bir derecede. Endi bir yerde ayıplaş meselesi emas, şahitlik veriş meselesi kelganda siz odadınız. Mayli 30 milyon, 30 bin olsun, 40 bin olsun, 50 bin olsun Türkiye'de yaşayotgan nüfusga nispeten etgan çağda bu 40 adamning şahitlik berishga dadil chiqalishi başkalarının çıkamaslığı demek ki bu ciddi bir mesele. Bu addi bir mesele emas, ciddi bir mesele. Ama mening qarashimcha, mening shaxsiy bilishimcha yani biz çünkü bunu devamlı teşvik kılıvatımız, Türklerinin bu devamlılık deydiğini, üzerlerinin avazını anlatanlar deydi. Ben aldığım kıtımda bir nemede dedim, bunun değil çünkü Türkler yanlış yok. Avazlarıyla üzerler avaz aşkılığı iyi çıkan. Onun ki bize adaklarının resmi olarak üzerlerinin bozulmuş derecede sevimsiz bir şekilde adamlarını his kıldırırsa İki ahvallarında az bir kısım ahval zulüm deysler, onu deysler, bunu deysler, kalan adamlar xuddi zulüm yok dek, Gülgülistan yaşavatkan bir tuygu belgelliğinler için biz sizlerini düşündüğünler, başkalarını anlatsak mı kaylı kılamayatımız. Çünkü mesela sen, ya 2-3 adam, vay mandan zulüm var desek, şundak mı ki desek, kalan Uygurlara karsak hiç ondan zulüm var dek yürümegendikin, biz özümüz mü gumanlanıp kalımız diye yerler var. Bunun için bizde hemimizde zulüm köygen boğandikin, hemimizde şu zulümge karşı bir tuygu buluş gerek. Meyli atanımızı solap koysundu, solap koymusundu. Ayadaki qarindoshlarımız. Hiç olmaganda bizim dindaşlarımız. Hiç olmaganda vatandaşımız, hiç olmaganda bir insanlık adam atı bilen hanağanınki balları bizimiz. Boğandikin bu 40 adamlarınki mesela aran 40 çık onun çıkmaganlığı mesela bazıları telefonda onu bilmiyordu da lekin bu patlagan sükutninki bu nimesi guvahlığı hakikaten dünyanın her qaysı joylarida avaz chiqarayotgan narsa. Mesela Türkçe'ye bunu Arapçaga tarjima qilgan qismlarimiz var. İngilizce tarjima qildik, Rusça tarjima qilganlarimiz nayt yaxshi inkas qildi. Demek ki bunun küçülük göster. Birisi istiqlaldaki bu patlagan sükut kesbi bir şekilde çıkıvatıdı bir yerde. Deliller bilen, şahitler bilen çıkıvatıdı. İkincisi bir resmi kurumdan çıkıvatıdı. Yani kanunluk, yani devletin tizimli olan kanunluk bir medya kuruluşundan çıkıvatıdı bu. Onda bu elbette bunun tesiri buludu. Qarindoshlar bu tesir bulduğun bir yere guvohlik berishdan chekinishidagi sebeplerinin bir qanchasi, neden bir tanesi bizdeki azat bo'lmagan an. Yani azat bo'lmagan an deganda biz hatta bana şunu deganda shunda hayron qolgandim. Dedi ki biz bu zulmni musulmon bo'lganligimiz uchun tatbiq vatanda deydi. Musulmon bo'lganligimiz uchun aziyat ko'rganligimiz uchun bu zulmni chiqib so'zlasak tatbiqan zulmimizni riyo qilgan bo'lamiz. Bunda bir mantiqsizlik bor ekanda. Endi adamning boshqa yerlar kulgideklar bir gap bo'ldi. Bu bir. İkincisi yani iyaga chiqib so'zlaganimiz bilan o hech qanday so'zlab qo'yamiz, lekin qarindoshlarimizga hech qanday bir foydasi bo'lmaydigan deydigan bir ko'z qarash. Uchinchisi biz iyaga chiqib Uyg'urcha gap qilganimiz bilan o Xitoy ishini qildi, ya bir pay o'qatamisa, ya reg'iz qilamisa, uning nima foydasi bo'ladi deydigan chiqdi ekan. To'rtinchi bir qarashda ayollarning chiqishi qarshi turishda
ayol kishi sahnaga chiqib, "O dadam o'ldi, opam o'ldi" deganga, "O Xitoy qo'yib beramda o'zini bozorga selib" degan qarash bo'ladi ekan. Anamdan keyin yana bir sabab bizning diktator ostida cho'ng'igan qarindoshlarimizda o'zini ifodalash, dadil so'z qilish iqtidori bek ojiz bo'lg'achqa, beyga chiqib tilimni chaynab qolsam, xalqning oldida satlashib qolamanmi? Xalq nima deb qola? Men ya uchuq gap qilamsam degan narsa. Aslida vatandagi qarindoshlarimizning beshiga kelgan zulmga nisbatan aytganda, bu hech ma'zirat emas. Bu bir. İkincisi, o'zimizni shu qarindoshlarimizning o'tirisiga qo'yib qo'yaylik, o'rniga qo'yib qo'yaylik. Agar shu kampida, shu turmada tatgan zulmni agar biz 1 soat tatgan bo'lsak, u vaqtda mushu erkinligimizga qanchalik darajada tashna bo'lib ketgan bo'lardik. Va derdikki, agar men qo'limdan kelsa, mushadagi zulmni hammasini anglatsam deb o'ydik. Masalan, Gulbaradimiznikida debdi-ku, chiqib bizning ovozimizni anglating, dardimizni dang deb ketdi. Ashlar tashna bo'lyapti. Ularda hech birisi mening Turkiyadagi tuqqanlarim, chet eldagi tuqqanlarim kim otasi bo'lib ekan demaydi. Hey, men mishad zulm ko'ryapman. Hey, meni mush ko'rayotgan zulmimni nima ish qiladi demaydi deb ketib bordigan deshadi. Evet. Lekin bu yerdagi qarindoshlarimizning bu onda chiqishi mush bir qancha sabab deyman. Yana birisi buni hammamiz e'tirof qiladigan, ammo og'zimizga chiqamagan narsa Xitoyningki pulliq jasuslari. Sen uyga chiqsang, urug'tuqni anda qiladi, manda qildi. Ay, zaten kampga kirib qoldi. Kampga kirib bo'ldi desa, o'tirib o'tishi mumkin. Kampga turgan bilan saqtu, bir kun chiqib qolishi mumkin. Agar chiqirib qo'ysam, o'tirib o'tishi mumkin. Bu imonning komilligi emas bu. Alloh taolo agar shu qarindoshlarimizga bizning qilgan bir g'ayratimizdan Alloh shu qarindoshlarimizga yordam berib qilishi mumkin. Hech bo'lmagan chog'da mahshar kuni, ya'ni tamam bu yerda mahshar kuni shu tuqqanlarimiz, qarindoshlarimiz uchrashib qolganda, men turmada zulm ko'rayotganda sen men uchun nima qilding deb so'ramasmi? So'ramasmi uni? Hey, eng aqllisi akukku bir yerda birisi tursa, ukisini birisi urvasa, akisi qarab tursin deydi. Akabini urib tursa, qarab tursan-ku demamda. Eng aqllisi. Evet. Yani bir mantiqlik. U yerda o kadar bir zulm bo'lyapsa, biz bu yerda sukut turishimiz musulmonlik emas, aqalli insonlik emas. Bu kallamizni aydınlaştırışımız kerak. Yana birisi Xitoy tam arzu qilgani bizning bu zulmni anglatmasligimiz. Evet. Bilib qolmasin, zulm aşı turmaga kirgan odamlarimizni, kampga kirgan odamlarimizni bilib qolmasin, ular qilgan zulmlarni bilib qolmasin deb qo'ldan kelishni taktik ishlatib o'tiramiz. Evet. Biz bu yerda bilib qolmasin deb demayapmiz. Xitoy bilan aynı sabab o'tib qoldik hozir biz. Buning uchun men qarindoshlarimizning bu tarafdan qaytib bir qatib o'yinni paqishni unutib qolma. Chunki bu yerga chiqib so'zlash, ya'ni sahobalarning davrida televizor bo'lmaganligi uchun sahobalar ayollar tashiga chiqsa ko'migan. Hozir shu vaqtdagi jihad qurol bilan bo'lgan jihad bo'lsa, hozirgi media jihad eng o'tkir jihad ya'ni. To'g'ri. Eng o'tkir jihad biz yeshmaganda bizningki bu yerga chiqib so'zlashimizni Xitoy xohlamagan, tam xohlamaganni biz qilishimiz kerak. Hech bo'lmaganda. Evet. Men shundan qarayman, qarindoshlarimizning eng tez shaklda buni to'g'ri tushunganligini, tushunishini yoki buning nisbatan fikrini o'zgartirishini umid qilman inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat, yaxshi so'zlab berdingiz. Qarindoshim, shu ya'ni biz ilgari bir qancha qatim dedim men bu masalada shu. Hammangizga ma'lum, ya'ni Xitoy shuncha valla axborotlarda ancha-muncha chiqqan vaqtida boshda butunlay inkor qildi bu masalani. Bizda unda lager degan masala yo'q deb. Bu bir kuni tuyuqsizlam Abdurahmon Hasan kirib onamni aytib bergan gap bilan biz suhbatni qildik. Tunji qatim shu nimasini qo'ysak ular buni deb shu o'ltirib birdamdan shu portlagan sukut bilan boshlagan bo'ldik hamda. Boshlagandan keyin suhbat qilib aytdim zaten BBC'ninki izlab kelib bizning shu Uyg'urcha bu hozir siz deb o'tdingiz bir qancha sabablarni va buningki hargiz Uyg'urcha qilsak kim tushundi yoki Xitoy bir narsa qilamdi degandek bu qarashlarniki albatta har birisiga asli Minovar xonim o'tirib qo'ygan narsaniki her birisini tartışsak ayrı bir program buldu bununla sebeplerini oturup koyulatkan sebeplerini. Ama şu narsa esimizde olsun ki yani Xitoyni bilgan shuncha valla avara bo'lib bilgan Xitoy butun g'arbninki yoki bo'lmasa o'zini qo'llaydigan davlatlarninki butun muxbirlarni akirib yolg'on sahnalarni yasab u yerda ziyorat qildirayotgan bo'lsa shuningga %100% ishininki
Muşu guvalık berip o'ttirg'i chiqqan natijadan kelgan masala bu. Xitoyni buningga majbur qila oldingiz siz sirtda turib. Xitoy tamamen inkar qilgan, bu yerda oqidan chiqayotgan, mishadi boshlangan narsa ta Amerikagacha hammaga yeyilib ketdi bu narsa. Undan burun hech bir yerda natil birasi chiqib bu program boshlanmasdan burun biz istiqlolda boshlatmagan bu program biraz chiqib telefon ustidami mening apam yo'qolib ketdi degan gapni qilib baxmagan. Biz mediada tashviqot qilyapmiz yillardan buyon. Bu davomlashgandan keyin buning har xil tipdagi shakllari, namunalari chiqib, g'arb axborotlari buningga tarjima qilingandan keyin namuna izlab kelib ularning gazetlarida hamma yerda chiqqandan keyin bu Xitoyga jiddiy besim bo'ldi. Bu davomli besim bo'lavergandan keyin Xitoy boshda inkar qilgan Xitoy uni oxirida qana qildi. Biz bu lager emas, biz tarbiyalash markazi bu yerda odamlarni tarbiyalayapmiz deb uningga yolg'on videolar bilan xabarlar bilan chiqadi. Tekshirimiz degandan keyin uning boshda unimay amda tekshirun deb yana yolg'on sahnlar bilan qilyapti. Demak, Xitoyning shu elib berayotgan bu jinoyatlarni birdan-bir tasdiq uradigan eng yaxshi qurolimiz bizningki. Aslida shuni boshqa g'arb axborotlardagi muxbirlarning deyotdi. Eng kuchli narsa hatto o'tganmanmi dedim men Erkin Sidiqning maqolasidami. Chet elda yashayotgan 80-90% Uyg'ur chiqib guvohlik bermay turib, ularningki o boshqalar menga boshqa davlat yordam qilmadi deb kutish haqqi yo'q, salohiyati yo'q deb. Yani aytib muhim gap boshqa g'arb muxbirlar deyotdi, bu nima uchun bundan chiqmaysizlar bunga? Ko'plab bu son ko'paymaydi deb. Shuning uchun ham ayrim to'xtalamiz bu masalada, bu salbiyatlarni, bu salbiy fikrlarni cho'qim yo'qotish kerak inshaalloh. Endi sizga kelsam Ilmnur xonim, shu Abay Taylandlik masalani biroz so'zlab o'tamiz. Ammo shu nimada pul yig'ilish masalasi albatta bilishki yoki bilishki qiyinchilik va cho'ng bir qiyinchilik va insonning kinasini bir ijtimoiy fikr vositalarida tashviqot qilib, yaqindoshimizni harakatga keltirib, shuning da'di tugagandan keyin tugaydigan masala emas bu. Oqidan har kuni jamiyat deganda har xil ishlar bo'lib turdi, har xil qarindoshlarimizning nimasi chiqib turdi. Ba'zi shaxslar yakka holatda o'zining qilib qolgan ahvollarini uchur vositalarida taqitib, men yo kasal bo'lib qolgandim, yo bir narsa qolgandim deb kishilardan pul yig'ishga tirishadi. Buning ba'zi rost bo'lishi mumkin, ba'zi yolg'on bo'lishi mumkin. Bundan keyingi pul yig'ish qarindoshlarimizdan buni bir sistemaga selish uchun o'tganda masalan shu bo'rak kesilib qolgan bir qarindoshamizning masalasimi to'g'ri boshda jiq operatsiya qilmaymiz degandek uning pul yig'ilish bo'lgan bo'ldi. Keyin u har xil so'z chechaklar bo'lindi uning keyin bu masalani tafsilotini jiq uqmayman. Shunday masalalarning oldini olish mayli kasal bo'lgan bo'lsin yoki normal bir xizmatida, normal bir hayotida uchragan qiyinchilik bo'lsin. Mushuni hal qilish yo'lida biz sistemaga selib pul yig'ish, haqiqiy yordamga loyiq kishilarga yordam qilish masalasida nimalarni qilmoqchi bo'lgan ekan, biz sistemaga tushiramizlar yoki hamma xohlagan kishiga masalan xalqimizga shu mardligi bilan yordam qilaversinmi yoki uni boshqa bir shaklda bir sistemaga tushirmoqchi masalan. Bu savolni yaxshi so'radingiz. Chunki bu savolni xalqimizmi bizdan so'rayotdi, ham shunday takliflar beryotdi. Bu to'g'ri gap qilishdan burun men 1-2 minut boshqa bir tema to'xtalishni to'g'ri topaman. Mush iqtisod to'plash ishi, shaxsan biz iqtisodga muhtoj bo'lgan qarindoshlarimizning ko'p ekanligini bilamiz. Aslida bu Xitoyning zulmi. Ishlar buni to'nib yetish kerak. Bu biz qanday tashkilotlarning yoki derneklarning qilish topolmay qolishimiz emas, shu Xitoyning zulmi bo'lgan shu zulmga uchragan qarindoshlarimizni zulmga uchrash qandaqdir jismoniy jihatdan emas, ruhiy jihatdan va iqtisodiy jihatdan bo'ldi. Bu iqtisodiy to'plash masalasida shunday gap har bir chiqqanda qarindoshlarimiz qanday o'ylaydi men bilmayman. Men bu Xitoyning zulmi deb azoblanaman. Nimishqa desak, bu agar bir insonning iqtisodga muhtojlik bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa, u ishni qilmaydi. Balkim shu iqtisodga muhtoj bo'lgan qarindoshlarimizning bir o'rtaga chiqib shu gapni qilmoq uncha oson emas. Shaxsan biz Uyg'urlarning ichida hozirgacha bir divordan bo'lib tilamchi bo'lgan odamni ko'rib baxmadik. Biz niyat Uyg'urlar g'ururlik bir millat deb o'ylayman. Bo'lib pul kelgancha ko'ni qolsa bir to'q millat deb o'ylayman. Endi bu muhtojlik insonni har xil holatga akab qo'yganchu, ba'zi yolg'on so'zlashga, ba'zi hiyla ishlatishga. Tam mishat bilan mudohala qilsam, o'zi yolg'iz holatda yakki chiqib millatdan yordam so'rayotganlar sizlarning qishinglarga berib, sizlardan yetarli ko'ngil bo'lishga erishanmaganligidan, sizlar xizmatini qilolmaganligi uchun qilyaptimdi. Chunki ular o'zini albatta bir insonning haqdan o'zini oshkorlab, men manda bo'lib qoldim deb so'rashi, sizlarning jamiyat bo'lish sifatinglar bilan unga yordam qilishinglar
onun alqı mayli yüzün alqı şuramaslık üçün bolsun, xijil oluş meselesi. Cemiyet yardım qısa asli texim bak özünü aşkarlamasdılar, mesela sizler yardım qısanlar. Özünü aşkarlap durup bundaq ihtiyaç yardımga chiqishi sizlarning xizmat qilinmaganligini uchun bo'ldimi yoki bunda qilsak mesela? Tamam bo'ldi. Şu hazırki meselede bu qarindoshlarimizniki o'z oldiga tashviqot so'zlarini nimasi to'rlarga chiqarishi birinchidan ularning biz zaman nozugumning qilayotgan xizmatlaridan yetarli bir tushunchasi bo'lmaganligi. Biz yetim bolalar desa yetim bolalar pul taqib qo'ygan o'xshaydi deb qaraganligi va tul ayollarning har qaysi jihatlarda bu vaqtchigu texmoshda xat yozgan ishlar o'tib chiqibdi. Shu chiqmagan vaqtlardimi, WhatsApp qurilmagan vaqtlardimi, bunda to'plarda bunday gaplar bo'lmagan vaqtdimi, biz bu nozugum derneği qurilmagan vaqtdimi biz shu jamiyat a'zolari bilan mushta ishlarni ostidan hal qilib kelgan. Endi hozir bu qarindoshlarimizniki qiyinchilik haddan bek ishib ketganlikdan mushuna qilishga majbur bo'lgan ahvollar bo'lishi mumkin hamda o'tirib chiqadigan ishlar. Bu hargizmi bizning xizmatni jamiyat tarafidan qilib bo'lmaganligimiz emas. Bir nechini shu qarindoshlarimizning bizning qilayotgan xizmatlarini bilmaganligi yoki sal qaraganligi, ikkinchidan biz keng ko'lamda bunda o'rtam chiqib tashviqot qilmaganligimiz. Chunki biz jamiyat bir dernek olarak o'tirib chiqsak, ko'pincha odamlarda ikki xil xato tushunish bor. Bularga chuqur bir keladigan pul manbasi bor o'xshaydi. Yoki bir yuqoridan bir yerdan pul keladigan o'xshaydi, yoki bir maosh bir yerdan chiqadigan o'xshaydi. Yoki bo'lmasa bularni ta'minlaydigan bir vaqt o'rinlar bor o'xshaydi. Bulardan chuqur shunday bir iqtisodiy yordamni talab qilsak bizga bergan o'xshaydi deb bunda tushungan qarindoshlarimizniki bunda o'rtamga o'zini avalini deb chiqib baqin bilmaymiz, lekin bizga shunda inkaslar keladi. Bizga yordam qilsanglar bo'lmamdi, ma'pulni to'lab bersanglar bo'lmamdi, oshni qilib bersanglar bo'lmamdi deydi. Biz o'zimizniki bu hozir iqtisodiy avalimizni nerdan ayrim anlatib keldik. Amaliyotda masalan nozugum derneği qurilgandan itibaren bizim muhasebecimiz var, maxsus maliye xodimimiz. Bizningki bu hozir qilayotgan ishlarimiz qandaqdir bir davlatningki tarım qastida yoki bir davlatningki qo'g'ilish ostida bo'lmaganlik. Biz o'z oldimizga yakka bir dernek qurib bo'lug'liq bu ishlar. Hech bir zamonda bizga bir ayrim kirdigan iqtisodiy manbaimiz yo'q. İqtisodiy manbaimiz yo'q. Ammo bizningki hozir navbat qila oladigan ishimiz nima degan chaqda ko'pchilik qarindoshlarimiz shuni uqtirib qo'ymoqchiman. Masalan, bizning nozugum oila dernegining maxsus bir her ayda mancha pul keldi yoki mishak xizmatchilar mancha maosh oladi yoki kimning qiyinchiligi bo'lsa mishak kelib bizning pul so'rasi bo'ldi degan manda garantiyani biz bermaymiz. Chunki unda iqtisodiy manbaimiz yo'q. Buni biz hozir Allohning shohid qilib deyalaymiz, unda manbaimiz yo'q. Ikkinchidan bizningki bu yerga kirgan qarindoshlarimizninki amaliy iqtisodiy ahvolni ko'zda tutgan holatda biz har bir nozugum a'zosi bir yetimninki iqtisodini to'labmaymiz har oyda o'zimizning yendim pulga. Bizning butun chiqimimiz normal turmuşda başka insanlar qanday chiqim ketganmiz, bizga shunda chiqim ketgan bo'lsa, biz ash chiqimni hammani o'zimiz qilamiz. Agarda nereden pul topsizlar? Biz o'zimizning oila chiqimini qilamiz, masalan, o'zimiz bor pulimizni qilamiz. Pulni masalan ishlar ba'zi qarindoshlarimiz yo'l ishdan so'rab oladi yoki bo'lmasa oilasiga shu qiyinchilik bor qarindoshlarni ko'zda tutib iqtisodini ekonom qilib oladi. Ba'zilar ushaq tijoratchilar bor. Ben aldığım katımlık programda bunu oturup koygan. Biz dernegimiz mesela cemiyet, bu cemiyet vakf işini kıpakalla bilirdi mesela. Türkiye hükümetinin bir yerde bir dernek yani cemiyet kuruluşu izin belgelerinin özü Türkiye hükümetinin ki ameli teşkilatlar kuruluşu arkalık hükümetini güçlendiriş ya hükümetinin ki tamponluğunu saklaşan bir yolu bucu. Ama demokratik bir devlet olan değil. Lakin ular birinci kanun tüzüp şu özünün kanuna uygun kelgen şekildeki cemiyetlerin hizmetlerine emgi alıyordum. İçki İşler Bakanlığı'dan, İçki İşler Ministerliği'den. Lakin bunun biz baş dolaydığı işleri bulurdu mesela. Lakin iqtisadi cihetten hiç kandak bir destek yok. Bunu hemen sen teşkilat kıpaklayabilirdi. İqtisadi cihetten sen dernek kurupsa sen münçilik pul verirdi deydiğin nasıl olmaydı. Hatta bir cemiyet, bir vakıf eğer bir proje qilmas, bir plan qilmoqchi bo'lsa, bunda bir yaxshi ishni o'tirib chiqarmoqchi bo'lsa, hukumatdan qarz olmoqchi bo'lsa yoki hukumatdan shu ishni destek saqlasa, 100 ming lira ketadigan bir ishga biz misol 100 ming liralik bir ishni qilaylik deyapmiz. 100 ming liralik ish qilish uchun sen bizga biroz destek ber desak, ular o'zining projesiga qarab beqib 100 ming liralik ishmiş hukumatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy ishlariga uyg'un kelgan chaqda tamam, undaq bo'lsa senga 60 mingni beraylik, lekin sen 40 mingni hemen bankaga yotqizgin. O senin 40 mingni ko'rgandan keyin biz 60 mingni beramiz, ammo shu projeni %100 o'rinlaganligini, shu 40 mingni yenidan chiqarganligini, biz bergan 60 ming lirani joyiga ishlatganligi uchun qonuniy jihatdan hujjat chiqarib bersa, agar qilmoqchi bo'lgan planingdan bir tala, ikki tala eksigin bo'lib qolsa, o 100 ming lira, 60 ming lirani senga to'latamiz deydi bular.
Onda bo'lgandan keyin hech qanday bir jamiyat tashkilot yugurib qolib bu ishni men qilay demaydi. Masalan, Satiq Bo'raxon vaqtida o'quvchilarimiz proyektlar qilib, ashuni sun'iy vaqtimizda bu fikrni qo'yganda to'xtab qolgan. Endi hozir buni tushuntirib qo'yishimning sababi nurg'un qarindoshlarda jamiyat tashkilotlar agar qurilsalar, hukumat tomonidan maosh beradigan Hükümet tarafından destek verilen bir iş varken, deb qaraydigan, bu belki bizim vatanda teşkilat işi bulmagan diken belki buluş mümkün. Şuna yeri kelgende düşündürüp qo'ydim. Düşündürüp qo'ymasak bazı qarindashlarda xato tushuncha bilan xato ag'irnish keltirib chiqadi ekan. Siz o'zingiz davom qiling. Endi shu iqtisodniki to'plash ishida biz hozir xalqimizga shuni deyishni to'g'ri topamiz. Shaxsan men bu Nozugum oila derligining bir a'zosi bo'lish sifatim bilan men o'zimni kasbiy doktor bo'lganlik uchun meni shu kasal hojatmanlar o'tirg'i iqtisod to'plash uchun chiqqan vaqtida mushlarning ishiga meni mas'ul qilib tayinladi. Birsiga tashviqot ishidan boshqa shu ishni xizmatni ustimga oldim. Masalan, shu böbrek kasali va qarinchimiz kelsak, bu qarinchimizga dastlabda 200 ming telefon ketdi ekan degan gapni uqtirish qildi. Men şu çağda bunu şu zamanla bizdeki çap dernegimizki qarindoshlarimizni ko'rishib, rahbarlarimizni ko'rishib, bunu zaten 200 ming TL ketganlikka bunu surish qildinglarmi deb telefon oldim. Qandan keyin ular dedi, "Yo'q, bu 200 ming dollarlik ekan-to'q, ashunda qilib tushirib, shu 200 ming TL kapto degandan keyin, ha dedim, telefonni to'xtatib qo'yib, men doktorlar bilan maxsus ishni qilib baqqan doktorlar bilan ko'rishdim. Ko'rishganda ular dedi, bir böbrek operatsiyasi qilish uchun birinchi shart her qandaq bir adam men börek bermey dese Türkiye'nin kanununda ilinmaydı. Fakat özünün bir tuqqan qarindishi bo'lsa qonunga uygun keldigan. Şunu xalqan qarinishimiz deb xalqan palanchi birisi yoki nemasi bir tuqqan emas, tonishi yaqinimda börek bergan deb shunda yozilib qolgan bo'lsa, demak u yozmadagi qarindoshimiz Türkiye'nin qonunini bilmay yozgan yozma bo'ladi. Bu e'tirof qilinmaydi. Buni bilib qilish kerak ko'pchilik. Ikkinchisiga u börekninki elish jarayonida hukumat doktorxonalarining uningdan ish haqqi olmaydiganligi. Bunu sürüş qilib bildim, çoğun doktorxonalardan bildim. Aniki yana birisiga unda pul ketadi degan gap bu nereden chiqadi degan vaqtida ular dedi özel doktorxonalar bo'lsa pul oladi. Yana birisi eng muhim pul ketadigan o'rin börek bəgüchi va börek ağuchininki operatsiyadan keyin ishlatadigan dorilar qimmat. Mesela günlük, haftalık doğrular bakımmet, hiç bulmaganda 10 günde 15 güngacha hatta bir ayga jumalıqda işte qimmat doğrularni yeyishga pul ketadi. Bu chaqda pul lazım bo'ldi dedi. Amaliyotda bu ketadigan pulning qancha darajada ketadiganligini biz so'rab bildikchi. Buning uchun endi bu xalqimizningki masalan sehiligidan payinib yoki bo'lmasa bizning Uyg'ur xalqining qalbining yumshoqligidan payinib bu ishlarni biz tartibga ekamizsak, amaliyotda 80 ming qo'y ketmaydigan yerga 80 ming qo'y yoki 100 ming qo'y yig'sak, u pul joyiga ishlanmay qolsa, biz xalqimizning haqqiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Agar shu 100 ming qo'y ketadigan yoki 150 ming qo'y ketsa, biz yana xalqni safarbar qilib yig'ib, oxirgacha shu kasalni davolamasak, kasalning haqqiga xiyonat qilgan bo'lamiz. Ham sal qargan bo'lamiz bir odamning hayotiga. Buning uchun men shu programmadan keyin bütün xalqimizning shu kasallik sohasida, men o'zimning kasallik sohasida shaxsan bir qiyinchimizning shu gilida o'sma bor ekan, bu o'sma darhol evatmasa hayotga xavf yetadi ekan. Endi bu bicharalarniki garchi yo'lchi bo'lgan bo'lsa-mu, endi bir oyiniki chiqimni qilmoq uncha oson bo'lmagandan keyin uni qilib bo'lamabdi ekan. Shu vaqtni o'zida o'qizgan ish to'g'riliqmi? Men bazı balam doktorxonasiga oid ishlar bilan ko'rishdim. Ko'rishgandan keyin dedi, buni bizning mana chapidarnikida xat qilib bersa, odatda 70% 80% gacha haqsiz qildiganligi. Maddelerine xat qilib bersa qildiganligi. Endi mening bu yer demoqchim biz xalqimizdan og'irmaymiz. Avval xalqimizdan og'irishdan avval biz bu xizmatlarimizni necha vaqtdan beri biz xizmatlarimiz munda qilyapmiz, unda qilyapmiz deb o'yladik, deyli deb. Lekin ba'zi bir ishlarni desa biz xuddi bir yil qilayotgan xizmatlarni riyoxondek so'zlab yurgandek munda o'ylab turganmiz. Amaliyotdan bir qurilma olarak yoki bo'lmasa shunday bir jamiyat bo'lish sifatimiz bilan bu xizmatlarimizni xalqqa tafsili bildirmasak, bu xalqimizning ichida nurg'un insonlar qaymoqdi ekan-chi bu ishga. Unda olganki biz xalqimizga shu bugungi suhbatimiz orqali har qanday bir kasal adam o'zining hojati orqali bir e'lon yozmoqchi bo'lsa, eng avval bizning shu Nozugum oila dernegi bilan mayli ayol kishi bo'lsin, mayli er kishi bo'lsin biz bilan ko'rasa, biz shu kasalni qancha haqsiz davolaydi, qaysi doktorxona haqsiz davolaydi, qancha pul ketadi, shu to'liq biz bir ma'lumot ega bo'lgandan keyin uqtirishni biz chiqarsak, o şahsi özü şahsi kartısını, şahsi numaranı berip çıkarmasın. Çünkü bunda qilish qarinishimizning o'zi uchun yaxshi, dunyo oxirat hesab berish uchun. Yana birisiga biz masalan yetsa pul, yetdi deb to'xtalaymiz, yetmay qolsa yetmadi deb yana uqtirish bera olamiz. Bunday qilish orqali ikki tarafniki haq huquqni kafolat ega qilib bo'ldi. Amaliyotda bu xizmatni qilish biz uchun haqiqatan jaboliq.
Mesela bir qiyinishimizninki shu doktorxona egallab, o doktorxona aloqasi, ya'ni bir kunlab qo'limizdan telefon tushmaydi bizniki shu aloqani qilish uchun. Buning uchun xalqimizniki mush iqtisod to'plash ishida bo'lsa men keng xalq iqtisod bergan xalqlarga shuni murojaat qilamanki, har qanday bir uchini ko'ygancha ichinglar og'rib ketiblar. Voy hissiyotga berilib, voy unda qilayli, bunda qilayli deb. Voy bu tashkilotlar nima ish qilyapti, jamiyatlar nima ish qilyapti deb bunda hissiyat bilan gap qilmay, to'xtanglar. Bu ishga mas'ul xodimlar bor ekan, buni palonchaga yo'llantirayli yoki ashyaga bir buyurib qo'yayli. Bular ahvolni egallaganiki, andan pul yig'ayli. Degan ishni qilishimiz kerak. Bo'libmi men Yevropadagi urug' tuqqanlar va tunishlar bor yoki yiqinlar borlar, voy mundaq bo'ldi desa, u bichar Yevropada qiyinlashtirimiz, damal kep bo'lamagandan keyin bu Turkiyani avvalni bilgandan keyin voy chaqqan pul yig'ayli deb o'limni jidilishib, u yiqqan pulni salamay, biz bilan aloqa o'tib ashta bo'lib ketdi ekan. Uningki yana bir fikr, bu xalqdan kelayotgan fikr. Mishadi yaşığı uzun bo'lgan türklüşüp ketgan Uyg'urlar deymiz ammo odatda. Lekin vatan davosiga oldingi safqa mundaq chiqamizmi, har vaqt bizni qo'llab-quvvatlab, o'zining bir kishilik xizmatidan iqtisod og'riyotgan qiyindoshimiz shu pul to'plash chiqqan zamonlar ya menga telefon qildi, ya menga telefon qildi. Meningda xabaringlar bormi? Men rasmi yog'im, nerdan negicha. Chunki ham bunday ishlar ular bek tajribali bo'lib ketgan. Chunki men Turkiyada mayliqi nimaninki ish chiqdi, ya'ni keyin bir xil portlab chiqdi. Fatullahning pul ishi portlab chiqdi. Yoki bo'lmasa shundaq IXX hozir bizning qiyinlashimiz biraz bo'lsin kim avatdi, qaysi tashkilot avatdi, nerdan avatdi, nima ish qilding, sen yolg'iz kelma, biz seni e'tirof qilmaymiz, falonchani xitna aka deydi. Shaxsan men o'zim shu bir ayol qiyinishimiz bilan bir maktab berib, oliy maktabning qizlariga kiyim yo'q ekan, qishlik kiyim yo'q ekan deb borsa, bizni o'tag'iz qo'yiblar, bizlarga hech qanday nima tushuncha beramaymiz, ochiqlik beramaymiz dedi. Voy biz mana shunday nimadan keldik, yamir qiyinishimizda o'limalar birligimiz bor. Ben dedim nozugum bor dedim. Ular mıntaq nozugum degan qurilish anlamaptı ki, "Yo'q, balki bizlar Xitoyning odam bo'lishinglar mumkin." Deb yuzimizni qarab shunda tas qilib kelimiz tushib ketganlar. O kim o qarab qoldi. Men dedim, "O dedi, sen bizni to'g'ri tushun. Har qanday bir odam kelib biz ma'lumot bermaymiz. Cho'qim sizlarning ma'rif darniga yoki istiqboranga vaqtidagi mas'ul xodimlar bizga telefon qilsin." degandan keyin onunki ular uni ishning yo'limi shuda aslida ishning yo'limi shu. Keyin oxiri bo'lmay men nozugum darningimga o'zimniki kartini ko'rsatganlikka u tushuntirib berdi. Demakchi bo'lgan gap bu yerda xalqimiz ma tashkilotchilik yoki ma dernekchilik yoki bu yerda qilinayotgan xizmatlarning qaysi turda, qaysi darajada, qaysi yo'nalish ketib qolganini faqat bilmaydi ekan-ku. Ham ba'zi bir bilganlarmi bizga nisbatan mush pulni yeb ketamdigan, ashlar evalamdiganda o'zlari xajavalamdi degandek, mana yomon gumonlardan bo'lib qoldi ekan-ku. Endi bu gumonlarni butunlay biz xato demasak-mi, lekin shu gumon qilgan qiyindoshlarimizni bir musulmon bir qiyinchiga shaxsan biz alhamdulillah musulmon bir izlanib beqib bunda araştırıp beqib deymiz sen Türkçe. Aşna qilib uning fikri bersin ulgurdi endi. Bu topmi va telefon qo'li bor yurib ketmaganki. Shuning uchun har bir jamiyatdagi ishlarni tartibga silishimiz bizning kuchimiz bilan bo'lmaydi. Xalqimizniki o'zini isloh qilib, bunda izlanish bilan, bir tushunishi bilan, bizlar bunda oldi aqlimizni tushunib beqish bilan bo'ladi-ku bu ishlar. Shuning uchun biz mana nozugum darnigidagi shu qarindoshlarimizga shaxsan biz o'zimiz bu ishni qilaylik deb chiqmadik. Xalq tarafidan keng ko'lamda kelgan taklif fikr, buni degan har qanday bir kasal sizlar o'zining hojidan deb shu yilni aniqlab Manchpul kedidiki degan vaqtida o'tir chiqinib pulni biz eshak olib berildi dedi. Bularning nozugumda shularga pul yig'ildi, ikki odamning guvohchiligida imzo bilan yig'ildi u pullar. Bu xizmatlar unda aslan elib berilmaydi. O'sha tayinotning xizmatini kecha kunduz shu pul hisobotning xizmatlar bo'lib ketdi. Hattoki eng oxirdagi 2300 liraga kelgan jabduqning pulini biz shunchalik grammlab hisoblab ashuncha qilib ketdik. Qanday yer qimmat oladi, azanab qaz ziyon bo'lmasin debchi. Buning uchun bizning bu xizmatga bo'lgan sadoqatimiz qandaqdir qiyindoshlarimizni bilish yoki mushta ashloq bildirish emas. Bu xizmatni biz o'zimiz ustimiz olgan keyin chuqum Allohning oldida hisob beradigan holatda qilishimizni biz o'zimiz majburiyat deb bilganligimiz uchun bu xizmatni ustimizga oldik. Shuning uchun xalqimizni bizni bir tushunib beqishni o'tinib so'rayman. Rahmat, nayt yaxshi aytib berdingiz. Demisam asli ishning yo'li ayrim mayli qaysi mush yerliklarning jamiyatiga berib, u yerda xiyilib yurgandan bu ishni qilayotgan bir jamiyatga beriblam sizlarga desa, ishning eng qisqa yo'lida mayli davolanish ishi bo'lsin, jamiyat bilan irtibat, munosabati bor doktorxonalar o'zi bo'lsa 100 so'm olsa, sizlar avvalsan 50 so'm oladi. Hatto ba'zi pul olmaymi davolaydi. Ya'ni xalqimiz asli mush ishlarni ihada uchirgan masalani tilg'ab o'tdingiz. Nayt yaxshi tushunchi berildi deb qarayman bu masalaga. Hamda men o'tgan qatimliq programda Minor xonim siz mana shu muhtojlik masalasini buni xalqimizni sizlar o'zim berib yeydigan emas, balki o'zi ishlab, o'z amgiki bilan turmushini qamdash yo'liga mang'udish harakati. Buning uchun bir xizmat qildinglarmi?
qilyapsizlar. Nima uchun? Davomli muhtojlik shaklda sizlardan davomli eliblam yordam eliblam yashab bo'lmaydi deysan. Bu jihatda qanday bugungacha bir xizmatlar ijobiy ketyapti, muhtojlik ozyapti yoki ko'payyapti Turkiyada? Turkiyada muhtojlik eg'ilishib ketyapti deb aytsam bo'ladi. Chunki Turkiyaning iqtisodiyotida bir tavrlanishni boshlab ketdi dollar masalasida. Bundan keyin nurg'un qarindoshlarimizni masalan vatandan keladigan iqtisodiy yeniga sepkagini yabiyada tep akaganlar bo'lsa, asta-asta hajlash jarayonida tugab ketdi, tugayotdi. Ondan keyin burun nomus qilib yoki masalan ya bayroqning ya tashkilotlarning qishig'i kelishdan xijil bo'lib qo'lida bani hajlab kelganlarmi? Keyin Xudoyim bir gap bular, keyin bir narsa bo'lib qoladi deb turib o'zini yushirib kelganlarmi? Hozir iqtisodiy jihatdan qiynalgandan keyin uyning kirasi tok suvninki ularning suv haqilari qimmatlashib ketgandan keyin o'zini birdan oshkorlab o'tirg'a chiqyapti. Haqiqatan nurg'un qarindoshlarimizninki qiyinchilik ahvoli bor. Endi bizning mening ko'nglim yerim bo'ladigan bir masala bu qarindoshlarimizga bunday tutun bir hal qilish yo'lini texi bir qipulamatimiz. Birsi sanjiq. San ajoyibchiq. Qanchalik masalan? Yani onu men nim qilaman chunki har bir rayonda hatto xuddi ko'milib qolgan o'chakdan chiqqandek endi chiqyapti. Necha vaqtdan nerda qolgandingiz desak, shu xijil bo'lib kelmagandim, menimda azroq batdi. Ya ava akaganlarim batdi, oltinlarimni satdim deydigan qarindoshlar bormidi. Yoki birisi uyimda o'tirib turing deb berganda hozir uydan chiqirib batdi degandek. Çünkü qarindoshlarmi ba'zi xayrisiyor qarindoshlarimizni o'ylarini bir mezgil berib baqdi ekanimda. Xuddilik bizning qiyinchiligimiz bir mezgildan keyin hal o'tirgandek. Bir mezgil o'tirib turing degan, qarsa o'yda o'tirayvergan, ya u ayol o'zining ya u qarindoshlar o'zining kunini o'zi ololmagan, o'tisi bir o'yning kirasi bekardan ketayotgan shundan keyin azroq bo'lsin bir kiraga bersam o'zimning qiyinchiligim hal bo'ldi degan narsalar asosda o'ylardan chiqirishlar bo'lyapti. Shu bilan bu 2-3 oila bir o'yda turadigan ahvollar shunda eg'ir. Onun için bizim vatanındaki iş tüzümünde nurg'un qarindoshlarimiz Yezidin kelgan bo'lgan ekan, o'zining tarixchilik ishlari bilan bo'lgan ekan, bir besim nimada turklardek qattiq ishlamagan ekan, turklarning yana ishga kirsa bo'lsa maosh bek yuqori emas. İkincisi bular resmi iş tüzümü işletildi emasmi? Boshqarib ishlatgandan keyin biznikilar Xitoyning boshqarishini zerikib ketgan xalqlar meni hech kim boshqa musulda degan narsa bilan meni boshqaga o'zim bir mustaqil ish qilsam bo'ldi degan narsa bilan ozroq maoshqimi bo'ldi deb voz kechib ishlamay uyda turib ketgan allarmi xili bor. Hatto ayollarmi bor. Masalan ba'zi uydagi ishga o'rlashtirib qo'ysak, odamni boshqaradigan men xizmatchisi miydim deb chiqib oldi nurg'unlari. Men xizmatchisi miydim deb chiqib olgandan keyin o'sha ashundaq darajada masalan biri iqtisodiyotdan andaq kesilish, yana bir jihatdan va ishlash jarayonidagi ma'avarchiliklar, uchinchisi bir adam ishlasimi bir necha oilani bir necha jonni boqqanmaganlik ahvol ostidan hozir qiyinchilik burun tul ayollarda yetim bolalar bor oilalarda hozir eri bor oilalarda dahshatli qiyinchilik bo'lyapti demdi. Hem bizningki mening ko'nglimning yerim bo'ldi degani bizning oldimizga tul ayollarni emas eri va ayollarni hozir yordam so'rab kelishga boshladi. Biz şu ma'rif cemiyetinki sosyal hizmetleri bilen baştaşlar deyishgan. Biz ayollar bo'lgandan keyin ayollarning oldiga tul yoki balog'at yetgan yeshi, balog'at yetgan o'g'li bo'lmagan ayollarga kelsin. Bizning albatta dedik-ku, bizning şu Yevropadan yoki Turkiyadan yoki Saudiya Arabistondan ayollar o'zining emgak kuchi bilan toplagan yoki yordam to'plamlar aylig'i azam berdi. O pulni esa qoldi kuchukda edi. Ayran shuni yetkizimiz. Lekin o birliğinin kirasını ötep verdiğinga, birliğinin doktorxona masrafını ötep verdiğinga, birliğinin o'qish pulini ötep verdiğinga imkonimiz yo'q bizniki. Endi aqallisi o'ylagan chaqdimi, agar ani birer tashkilot, birer jamiyat, birer partiyadan pul olmaydiganligimizni bilgan odam albatta sizlar qanday qilib yetishtiryapsizlar, men oydan oyga qanday qilyapsizlar deydimdi. Alloh razı olsun shunchalik to'g'ri tushunganda. To'g'ri tushunmaganlar kelib oyning kirasini o'tayolmadim. Oyniki xotirasi qolganda yordam qilmamsizlar deydi. Endi ularga qarindishim ahvol miyagicha deb tushundirsak qayil bo'lmaydi. Ovozimizni ozroq ko'taraylik desak, ranjitib qo'ygan bo'lamiz. Onda bo'lgandan keyin bu bir qiyinchilik, tilimiz shunchalik kuyib ketadi bizningmi? Ham bir yo'ldoshi bor. Qarindoshlarimiz yordam so'rab kirganda qarindishim
yo'ldoshing'iz bo'lgandan keyin anaga deysiz, "Sen benim xijil bo'lib diyemeydi, bizga sizga keldik" deydi. Eringiz xijil bo'lsa, erlarga diyemasa, biz bu ayol chig'imiz bilan biz bu yerdan maash olmasak, yoki bizning bir yurib turadigan tijoratimiz va cho'ng ishimiz bo'lmasa, yoki keladigan bir pulimiz, sizlarga bu jihatdan mana yordam qilamiz. Qani biz shu qo'limizdan kelishicha turiklarni buni ko'rishib, buning yig'ini, buning guruchini ashunda qilib yurimiz endi. Bayram Ilmnur qarinishimizda bizning Uyg'urlar madaniy bir tilanchilik qilib ko'chaga chiqib ketmadi dedi. To'g'ri? Bizning hozir xalta ko'tarib ko'chaga chiqib ketmadik. Shaxsiy olarak, ammo biz chiqib ketdik. Biz shaxsan men resmi madaniy tilamchi bo'ldim desam bo'ladi. Lekin tilmayman, aldiga berib, menga bu pul bering, yetimga berma demayman. Shundaqlik qanday desa, manda qiyinchiligimiz bor. Manda deb deydigan bo'ldik. Bu bir tilamchilikning o'zgargan bir shakli. Lekin bu qarindoshlarimiz mening shuni bu yerda shikoyat qilganlik emas, buni bir to'g'ri tushunsa. Yani aldı bilen nimeni doğru düşensin degan chaqda bizga besib qo'ygan bankada pulimiz yo'q. Ya kildigan maqomimiz yo'q. Uyimni kirasini o'tapman, meni unutib qolding. Adamchiqlab ketdi, meni tashlab qo'yding masalan. Bizmi adam, eri va xotin adam emasmikan masalan. Eri va xotinning qo'sig'i oshmamdikan degan gaplar bo'ladi. Endi hammasi bizning qarindoshimiz ishchi yurigimiz pish ichib ketadi. Yordam qilayli desak imkonimiz yo'q. Qilmaydi desak qarindoshimizning ahvoli u holda. Biz bunun için amalmamış qarindoshlarimizni ish imkoni deb hatto erlarga falan yerda ish barkan, yo'ldoshingizni ish barkan, maishni qilib boqsinmi, mani ichib setib boqamsizlar, mani qilib boqamsizlar, falan yerda bir narsa qilib boqamsizlar deb yo'l ko'rsatib ketamiz xotinchag'imizlar erlarga. Endi hozir hal qilish masalasi birisi qarindoshlar. Biz vatanimizni tortirib qo'yib qul bo'ldik, shundaymi? Endi chiqib g'urur keldi. Buni qilib ishlamayman degan. İşlesakmi halol oldikmi? Bir ay aram 1000 lira verdikken işim yetmeydi de bir ay bika otağandın 1000 lira işlesin ki işimğanı kirasının bir kısmını ötüsün. Ben bunu demek istedim. İkincisi ayollarga bir iş imkanı tapışqa tirişivatimiz. Öylerde işleydigan, tazliq qiladigan ishlarni qilamiz. Endi bizning bir yo'g'on bir ateliye çalışma o'rnimiz bo'lmagandan nurg'un başına Safarko'yda olsun, Uyg'urlar ochgan ateliyelarga yoki Uyg'urlarning bir nimalariga biz ayollarni avatib boqdik. İşlesin deb. 10 gün işleydi, 15 gün işleydi, çıkıştısı bir ay işleydi gelip geldi. Ne oldu? Yüzüm iki uğandaki takışı dikenme. Patronumdan açığı yamanken. Ağırıp kalsam ruhsat vermedi. Hemmesi şunda bahaneler bile. Hem de benim bir yerde sizin gibinizin sualınız gibi zıt gelgende hop kaldı. Biz özümüzü biraz tirişişimiz gerek. Çünkü az olsa özümüz işlep tapkan pulumuz halal pul oldu, belki buludu. Hem de yeni birisi şu petvanı ben kim verdi bilmeyme ama mundaq bir petva bakya qarang. Mening hayran qalgan yerim bu xalqni o'rin qilib o'tishning petvasi. Biz bu yerga muhojir. Zulmdan qochib keldik. Dinimizni yashil keldik. Unda qandan keyin bay olayli, mayliday olayli, boshqaning puli baylaning biz beqish, yerga so'raydik. Biz to'l, biz yem bir qilish mecburiyati bor qayda petvanaydi. Qanday odamning pulini olib hayz halol deydigan. Agar bu petvani ko'rmasang, kim yaptı? Petva. Nima uchun bizning haqqimiz? Nima bu petva bo'lsa, masalamiz qolib. Nish qanday biz bo'lmaydi. Ne biz demaydi. Degan narsa so'raydi. Shu petva deydi. Peshin deydi. Bu o'zgarishga kelmayapti deb kirimiz o'zgarsa qo'ydi. Hamma o'zimizning kuchi bilan birlarida yordam bergan bo'lsa, yordam bil xaygan bo'lsa, masalan, 100 yordam kelgan bo'lsa, 100 yordam xaygan bo'lsa, yana tek qurish bir dona oladi. Agar biz ishlab topgan bo'lsa, uni hisobiga. Agar yordamni istaschi, uni hisobini berdi. Yani sizin yerden İlmnur'da indirse elip, üşer birbirimizi okuşmaya xaygan bo'lsa, uni hisobiga. Biz o'yinlarni ikkilanib ko'ramiz. Agar bitimizda ham ekran oldi gel emas. İl düzelmezse met düzelmez. Biz ileri tutuşuz gerek. Şimdi Allah mesela yani acayip aylarımız var, acayip aylarımız var, acayip musluk aylarımız var, işpek aylarımız var. Aş bir staydan aynaksı bilen bayıp özüme derdip edilen aylarımız var. Hatta yanlış iş kamsın adam konuda ayarladı. Yani fakat lira var, bu alıp aylarımız var. Sabırladık aylarımız, sahabe aylarımız var. Maşallah. Bir de aylarımız yani bu İslam biz çelik yapıyı çıkardı. Ne tuhaf kıyıldı. Bir şey gerek. Hani biz daim kutuya koyuyor bir şey. Biz hakikaten hesap ediyor bir şey yok. Allah bir şey yok. Lin hiçbir insan senin uyumun kasıp vermez. Bakın havalar masraflarımız bitirip vermez. Senin kıyıcılığımızı biz düzelmez. Ben bir çekmişsin başkanlığı İngilizler. Sözler yapsak Allah'ın olduğunu bir şey bize gitti. Ben bunun için benim ona bir kullanı işte. Kıyıdaşımız gıydam kaşımız. İmkan şeyimiz. Ben türümeler bir şimdi bulam. Abi beğenir mi olma. Allah senin bu turnuş durum var mı? Kırışlar bir yaptı. Bu da idrak yok. Aşılar bir şükür abi bağlı bir yere dememiz konu. İşte kolu bulayım. Bir işten vardır. Aşındakla değme. Çünkü akıllı olsa ama kandasız emgeyi bilen kılsın. Ben hatta dedim ki biz Uygurlarla kes ilgili bağ. Ve türlüler 5000 lira işe buldular. Biz Uygurların işitiyorlar. Ve Uygur'a ekspersanlar ve kullanmalar arkadaşlarımızın faydalı. Yani sizin faydalı değil mi? Sizin faydalı. Biz bu bir yerde mantıklı. İslam'ın dinlemanlar. Ayrıca yalvarıp türlüldü. Bunun için biz kaçlarımız
haqiqiy musulmonimiz bilan bizmi deganni qilsa qarindoshimiz va quldan kelgancha tinchlanmaydi. Bu ham bilishimiz. Hozir shunday deyilgan Xitoyning bir qissa, qulluqni ibal qo'ygan. Ya'ni bu innon gapni aytgan. Hiç nakşa dünyadaki bir şeyin kadar bunlar kıyısını bari bir yerine demeyle yorulmak zor hatne ya telefon kullanır mandam anda oldu. Ulan olmaydı ki yabancı kalan kardeşler bile Türkiye'ye cemiyetler aktif hizmetlerinin aktivitesi ortasında bir bağlantı balığını bilmeydi. Ulan hemen telefon numarası ismini bize yollap koydu. Mantunamsa telefonunu salsak çıkıyordu o adam. Mabek eğer ben bunu kayıtladım bir şey gibimiz şu. Tamam kaldı hazır sağ oldu. Bir zaman mesela bunu yapan kadar çok yapmayın hadım anlam telefon yani ki inşallahını çekip arkadaşlarla bağlandı. Yüzüğü samayı Aslında bizim zamanımızda bir iş gerek. Akıllı hemimizin kısımlasın. Yeni birisi mesela yeni bir şu Xitayda işler casusluk kılıp hayatından pul terip esir yaşap ilk yiyip öyle tutkenlerge hiç kim mülk yapamaydı. Evet. Teşkilat hizmetlerimiz Allah aşkına bir rızkını yararak bir bunlara yap bunlar şifayı ki dolarımızda hayız vardı. Sen kaçan pul beğendin mi sinif puluna hayız vardı. Delilin bak demeyin. Bu bir töhmet. Bu kızlar kaçada bizim bir şunların bulamış şu. Biz işi o yıllar yardım kılıp 5 yıl yapma mülkler yapıp bizim çıkıyor. Çünkü tonun işi muhtacın şeyini aldı yapıyor. Biz fakat bunun savatlılığını da çıktık. Müşahede kutluk kalamayın. Müşahede duası bilen bir millet umut kalamayın ki. Millet demek ki müşahede yakşı işinin sebebi. Biz mi kutluk kalamayız gidip arkımızı kuşu çıkıp bir yere. Ama hiç gibi senin kütüp hemen adını biz veririz. Biz namrat yaşayımız, yemeğimiz, içmeğimiz, öyle okumayımız, size bakıp söz vermedik biz. Akşam yok gibi. Her atında da bir nitelikli de biz cemiyete Müslüman cemiyete da kıgardı mı? Kün Allah'a devan anda bir tutup adamdan amsi. Çünkü insan nefsi erkeğin yerlerine bilir yani küz kamusu. Tasır bir efsamusu, tasır bir hayat samusu iyi bağlayılan kanatça beden şeyden küz bir ehli işi bile Allah aldı. Bunu o gumanlışa ya ki ışka benim gumanlası başka da hatta işler kardeşlerin gumanlısı mı olan hakikaten buldu da parayım. Allah bizga akıl fikir bersin bunu kösüz geçimiz kerak inşallah. Ya müşahedim halkımız gibi bir çok eğitim usulü degan bir mesele. Şu işlerin sistemini yapmasın, bir paylaşıp uyarı kılana. Aslında bunun aldığını eleştirip bir yolu, şunda bir nasıl urandaki falan cemiyet gibi buna kılanmadı dese, o zaman onun olmuş parçafet yani bu bir işler yürümesleri için bunun ciddi paylaşımda hem şu pullar dikkat yerimiz mi? Bizim Allah'ın mecburiyetine adı kardeşim, şu cemiyetlerin bir şekilde Allah belse ve hem şu ihtiyaçlar hakikaten şu cemiyetler teşkil malının hakiki çünkü saklı mı? Zakatsı olsun del caiga şu halda kişiler bilmese o adabımaydı Allah'ın derdi. Belki şu bizim bizga debinde sakara no tegim bulmaydı mesela bu şuna bu şuna kanka yardım qilib birden şu yer benim size şu geçip deb şu yardım sorular şu evet ben şu cemiyet hakkı kılayı biz. Şular sizde Fransa'da koydu mu? Sizinle açlar tanıştık. Çünkü böyle biz o cemiyette 9 kişi grupumuz var. Öyle yapıldı. Onlar da grup kuruldu. Onu böyle yaratıldı. Yani birlikte işler vardı. Ankara Nuzul'un test kılındı şu şekilde. Biz hazır koyduk. Eğer bir işin kıyılma varmanda dese, her şimdi kadar siz yerleri de ismini koyar mısınız? Teşrif, yoldaş durumdu mu? Ya ki acil etken mi? Hadice kıyma özünün uyumu esin kim var? Ayak falan çıkmak için aşağıda koyuyoruz biz bunu. Eğer biz tizimliğin demeyin. Yardaki ortak kalırga macet kılan karınlarımız mı? Bizim macet kılıp bir telefon geldi bizge ismi falan gelirken görüştüğün resmi kıyısına yarım kılaydı. Hay biz pek hoş olmuş. Yarım kılaydı pek olmuş. Bir teşhirimiz. Doğru iken siz yarım kızılı zaten şimdi akademiyiz. Ya kayga yardım mıncılık falan yedim. Mesela Kanada'dan yardım geldi tapşırıp aldım patlayan bir de resim tatlı bir yer veririz. Biz başka böyle işler karışımız var. Ben 5 balını 10 balını pulunu biz bir yere edilse onun pulunu tek imza alıp isimle dağıtıp kazı bir gün alet veriyoruz 10 balını atkan imzasıyla. Balanın telefon numarını vereyim özür dilerim. Ayrı bir ettim aldım. Şimdi falan aldım. Biz bu şekilde sıkmaya yapacağız. Andaki yana bir misal var söylep bitkende kardeşim şu biz o muhacir etmemiz bir Müslüman üstümüz bilen ahirette yurdaşı baran kilip mümkün bir durum var. Yani biz o etalgemez biz uyg'urni başka chetdagi Turkiya bo'lsin Suriya bu muhacirlar sezildi. Mesela hazırgacha bilasizki uyg'urni chiqib tilanchilik qilgan rahmat urluq bir millat biz. Herkes ihtiyacımız bir şekilde bo'lib ketsa o da asarlar chiqma. Madem ki ahirgi mezgillarda mutlaq ish tepilib turib öz əmin Rasulullah ismi insanın jannatning eng no'jisi bu narsa insanın öz bilan ishlar shu tarini iqtib alamniki bilan jannatning pak narsa yo'q. Bu hatta biz muhalefet özümüzün rahat yaşayan halatı bo'lsak bizning ishlar yaratmasak bu ishni bu patron ma'anda degan endi mana qilganda bani ko'rsatib turib birga bunga muhtoj yaşagandan shuning jihanlab bo'lsin Allah Amerikan ishlab turib yinasa arnasa ahlandiradi. Ödünç ötüklerimiz bizimki teşhizga üstüden. Özümüzdeki Allah'tan tilab turib bismillah deb uydan chiqib mayli aldi bu. Ayollar bo'lsin Allah xashla. Bu herkes yardım qilganlar qilmanglar degan emas. Davlatga xuddir bir davlat kadri ma'lib ma'mur qilmoq kasb. Çünkü kasbimi bu en xatar ekan bu alhamdulillah. İnsan muhtaç yillarcha o'lja qilmaydi bu. Men mezgil biyaga kuvacha bilan o'lib bo'g'isham. Ko'maklik bo'lish kerak. Uni inson agar bir
meyip insan olmasa, bunun hiçbir bakışçısı yok bir insan olmasa, her kandak yerde halil emkine yaşamada kanç yerin çok önemli önemli kişiler o insan ki Rabbim özü mermer öz nurgul ya baklı ki. Demiş ki uyarlarga özümüzün özümüzün yüzüne kızartıp beriş kandak tuğub halet şey yapmazsa. Bu idaylık kese bu bizden milletimiz yaraşmaydigan bir mesele. Bu tüzmesini falan. Sizinki kalma gördü. Tamam koşulgan bir gapimiz olsa. Qo'shimcha nuqta chiqib qoldi men so'zlarning jarayonida. Xo'sh. Endi bu hozir biz xalqimizga shunday murojaat qildik, tashkillik, intizomchan, mushtabirdan texnik vasila bo'lishi bilan iqtisodiy yordam erishsa, o'rtamtanilqi ağalla ilib amağala amaydıqmanda ahval tüyse yoki bo'lmasa bir umumimizde qiyindaşlarımızın halini yetishga biz qo'limizning kuchimizning yetishi bir ish qilsak dedik. Ammo buning uchun yanala biz puli va xalqimizga shuni murojaat qilishimiz kerak. Pul yo'qlarni bizga kelinglar deb murojaat qilib qo'yib, ular kelsa biz pul olmay qolsa, istimada degantinglar qani biz bunda gapinglar qilamidik deydigan ish chiqadi. Şununla biz endi hozir Xitoyning zulmi bilan bizmi boyqut qilindik hisobda. Shakli o'zgargan bir boyqut bo'lsa-mu, payg'ambarimiz shu Abu Talib jilg'isiga qamalgandek Turkiyada hozir nima qildik? Bir qamalib qolmagan bo'lsak-mu, lekin shu iqtisodiy holat yashayapmiz. Birsiga Turkiyaning bizni keng ko'lamda iqtisodiyotni desteklaydigan holi yo'q. Turk xalqining ichida nurg'ular namrat. Bunu bilishimiz kerak. Ikkinchisiga biz bu yerga muhojir ular ansar bo'lganki, cho'qim bizni mana holimizni xabar olish kerak deb ularni yomonlaydigan ishni qilmasligimiz kerak. Agar biz haqiqiy muhojir bo'lsak, agar dinni haqiqiy tushungan bo'lsak, burun dinni tushungan shu muhojirlar hargiz ular tayinolmagan. Mana bozorni ko'rsatib qo'y, savdo yo'lini ko'rsatib qo'y degan. Bu nuqtalarni dinimizda amaliyot tatbiqlashni bilishimiz kerak-ku. Uchinchidan Muşu pul bəgüçlər, yəni pul toplaydıqlar. Məsələn biz Nozugumdan pul toplagan bolsaq, mən təşviqat pul degan bolsam, yoki mehribanlardan qo'pab bir pul degan bolsa, yoki yoshlardan qo'pab bir pul degan bolsa, muşu pul toplaydigan o'rinlar o'rtaqlikni hosil qilish kerak. Hamma odam o'zini oldiga pul to'plab, hamma o'zini oliy maktabning bolalar qilsam bo'ldi, qog'rimni nimchatqim, yoki biz falonchini qilib yetibdim, buning bilan nima karim emas, pul to'plash bir o'rtaqligi bo'lish kerak. Gerçi o pulni bir araya kelib sanamsaqmi, falonchiya o masalan xalqda manchik pul yig'di, bu manchik odam keldi degan bizda bir uqum bo'lish kerak. Chunki men masalan mush mehribonlar xizmatida chiqqandan keyin suyundik. Chunki bu xizmat analarning qilinayotgan xizmati bizning Nozugum darnigida yetim bolalar, tul ayollarning asos tutgan mezgilimizda o'rtaga chiqdi. Bu qiyinlashimizning nayda suyundik. Chunki bu jamiyatda cho'ng bir boşluqda bu-cu. Endi bularni qilgan xizmatlarini biz ko'rib yetyapmiz. Maşallah, har shanba kunda keng ko'lamlik shu oila jazilari, uy saymallari kerak narsadan taqtivyotdi. Endi bu bir yaxshi xizmat. Ama yaxshi xizmat bo'lgan bilan biz vatannikki men diboni o'ylab qoldim-ku bu xizmatni ko'rgandan keyin. Vatanning turmush kapalati deb ashar ayda 500 ko'y berib qo'ysa, ko'cha tozlig'ini qildi yoki bo'lmasa ash pashpirat ishlari ma'qul deydi. Hattoki bir ayol batdi bizning shirkatning oldida qachonlik qarsam jimbil qasqan biridan satdi-da. Hech qanday odamga o'sha jarat qo'yg'i yo'l bermaydi Xitoy shu mezgillarda, ammo bizning do'konimizning oldida shu ayol bemalol sata oladi. Shuni men bu yoqqa bek diqqat qildim. Bu yılki nimniki hükümet tarafı saçlarımı qoğlamaydı. Bir günlerde ben dedim de ötkiler bu nimşik bu yıl daim bir yerde oturduysan bu yıl işpiyon degende men işenmedim. Çünkü bir adamlar yaman guman qilish so'g'irmagan degan. Hep bir bu köygel adam işpiyon degili bo'lmaydi dedim. Bir gün ötdi. Dal aş ayolninki aşu ben şurik bir saqchiga, aşu polis kimiki vardı birisiga, aş uydagi qo'shnisini ayvonini davatqini anglab qoldim. Voy qachon keldi desa, voy 2 kun bo'ldi ki qarang 5 balasi borki, er yo'qda qildi deb. Nereden keldi, xotandan keldi deb, aş ma'lumot berayotganini anglab qoldim qarang. Demek jo'gan gapda aş dibo 500 ko'y pulga, aş pul berib turgandan keyin endi aşınığa hükümet öz xalagan ish ishlatadigan holatga kelgan gap. Endi bizning bu yerda xizmatimiz uning bilan osmonsimon farq qiladi. Lekin biz insonlar siz deganda kunib qilish bo'lmasligi kerak. Basamli bo'lgan. Ham kunib qolgan qanday insonlar bo'lsa, men yaqinda bir ayol bilan ko'rishib qoldim, 7 bolasi bilan qapti. 7. balası qo'zqitlik vaqtda eri kirib men shu qo'rajani setib chiqma deb kirib ketibdi ekan. Shu 7 balasi va ayol bizning Nozugumga tizimlatmabdi. Yetim bolalarga tizimlatmabdi. Oy siz bu 7 bola bilan bu uyingizni qanday qilsiz o'zingizni uyingizmi yo'q ijara uyda deydi. Nima tizimlatmadingiz desam, yo'lishni qilib qo'ygan azroq pul vatdi shu bo'lganlikka tizimlatmadim deydi endi. Mushundaq bir ayollar bor endi masalanda. Endi mening bir demoqchi bo'lgan gapim biz mush pul yig'ish o'rtaqligida bir araga kelishimiz kerak. Masalanda qaysi kuni bizniki Nozugum tarbiyalash markazining ijarasini xalqdan so'rab olamiz. Ashada ba'zi bir qiyindaşlarımızın azgına bir maaşını xalqdan demoqchi bo'lgan biz xalqimiz tilamchi bo'lib chiqatmidi, ammo biz zamonaviy tilamchi o'ynab qoldik. Shaxsan meni ko'rganlar ha pul lozimmi deb so'raydigan bo'ldi. Nima pul so'raysiz? Pul deb keldingizmi deb chaqchaq qildiganlar bo'ldi. Ammo ilmiy tilamchiga biz o'ynab qoldik. Endi bu shaxsan o'zimiz uchun bo'lmaganki, yana g'ururimizga ilib bu ishni qilib ketbarmiz, lekin bu qachongacha davom qildi. Masalan, bu bir masalasi va yana birsa men xalqimga keng ko'lamda bir murojaatni qilaman. Xuddi biz Muşu hükümet organlarında demokrat devleti bolsun yoki Xitoyda bolsun, devletning har qanday yerda bir sug'urta pul topshirgan ish bor.
Sug'urtaga pul topshiradigan ish bor. Bu sug'urtaga biz saq vaqtida topshiramiz, masalan, og'ir vaqtida biz paylanamiz. Masalan, mayli butun jamiyat derneklardagi xizmatchilardan tortib, oddiy tijoratgacha, hatto oddiy oila ayollargacha har oyda to'xtab turmush nuzg'un jamiyatda yoki falanchi bir o'rinmish xizmat ega bo'lgan bo'lsa, biz ashuni kuchlantiraylik. Har oylik iqtisodini shu qilish kerak. Biz odam kelib, bir odam kelsa biz xizmatni qanday qilamiz? Bu bir tangpolg'un saqlash kerak. U bizga bergan pulga biz maosh olmaymiz uningda. Yana shu xalqning ehtiyojini chiqishimiz kerak. Yana bir muhim deydigan bir nuqta, men Turkiyada hamma odamning iqtisodiyoti bunday Turkiyaning hozirgi sharoitida iqtisodiyot butunlay mushunday falash oldi keldi deb o'ylabdi ekan, unda emas ekan. Hamma odamning rizqi o'xshash bo'lmaydi ekan. Lekin bizning boylarimizningki bu bizning Uyg'urning davosi shunchalik ilqi yuqori pallaga chiqqan, ya'ni zulmga uchrayotgan davosi shuncha yuqori pallaga chiqqan. Bu tul ayollar shuncha ko'paygan. U erlarimiz bor degan bilan ish topolmayotgan, topgan pul uyga yetmayotgan, mushunda bir holatni tushunayotgan Uyg'ur boylarimizningki pullarini joyiga ishlatishni o'tinib so'rayman men. Chunki ashlar pulni xuddi yaxshilikni o'zingdan boshla dedi-ku. Amaliyotda ko'pincha odam gapni qanday tushunadi, qo'shnisi ochtirib o'z to'qishgan bizdan emas desa, biz yaxshilikni oiladan boshlash degani ondan tushunishimiz kerak. Biz bir Uyg'urlar bir oilaning odamdir, bir vatanning, millatniki bir nimasi jug'lanmasi. Bizning shuncha qiyinchiligimiz bor turib, u boylarning boshqa o'rinlarga yoki bo'lmasa o'zi xohlagan bir ishlarga pulni isrof qilib yoki sadiq qildim desimiz, joyini topimiz bo'lmaydi dedingiz. Bizniki buni ehtiyojimiz bor. Buning uchun bu boylarimiz bizga bunday iyilik tiklashni nima qilish kerak? İzcillashtirish kerak. Bo'lmasa bizning jamiyatlarni qo'llashni izchil qilish kerak. Mesela o hem adam özünün şahsi mesela pulunu beğendikken ama dışıltınlar deydi, onun hesap kitap kıpılanmaydı. Onda olanken bu derneklerin sürüştük kılıp, rast muşta kuruluğun rast olsa, kanunluklu rast olsa, muşta hizmetinin rast olsa, bizge her aylık bununla kırım menberimizni toluklap duruş gerek. Bu pul nereden keldi? Mesela bizim bir devletimiz olmasa, yakımızda bir yerde bankamızda pulumuz olmasa, biz bu minavarın küçüğüyle, benim küçüğümle, 2-4 adamla deyişi bilen bu iş hal bulmaydı bir yerde. Bunun için bizden bir kırım tapavat qildigan o'rnimiz bo'lishi kerak. Buning uchun yana kimga ehtiyoj degan joyda men bir ziyoli odam batdi, bir o'quvchining ishi bilan izlab ekanman. Mushting har oyda bir 200 ga yordam qilsangiz qiyinchilikni o'tab ketadi ekan desam, ha bo'ldi dedi. Deb bo'lgan ekanla, ananikin ayolim bilan ko'rishing dedi. Deganki ayoli bilan abobda shu pul uchun ko'rishib ko'rishibmi? Ko'rsam, voy biz bunda o'quvchining 5 ga yordam qilyapmiz har oyda dedi. Endi ashlar bir maoshidan 5 o'quvchi yordam qilayotgan ekan, men 200 lira bermam bo'ldi dedi. Nomus qildim men, ya'ni qaytilib uning bir bism qilishni xohlamadim, uning bir oilasi va nimasi bor. Shuning uchun biz saq ko'llarimizda, biz bo'limizda asaqlarga yetgan, qumimiz borda shu bilan har etishimiz kerak. Aslida bu agar biz buni sistem hazırlab, masalan bizning o'zimizga relation sotgan qismimiz maqsad safatudu. Men shu chiqish bilan birga, shu nurg'un qarindoshlarimizniki, Taylanddan qochgan qarindoshlarimizga yiqqan pul to'g'riliq hisob olib desa, biz ichki guvohchining oldida butun hisob kitobni qilib beralaymiz. Hesap kitapni. Xalqimizning bizdan hesap bilish haqqi bor. Lekin xohlagancha og'izga kelganda joylab to'plada yoki bizning shaxsiyatimizga tegadigan gaplarni qilish haqqi yo'q. Bizning haqqimiz kirib qoladi. Shaxsan bizim mush xalqning fitnesini qo'rqib, umdiriq kiyishdan yo umdiriq bir narsani taqashdan yo bir yerga bir umdiriq birini yeyishdan qo'rqadigan bo'lib qoldik. Gapni rostini qilsaqchi, biz gapdan qo'rqib, bizning haqqimiz bor, turmushda yashash haqqimiz. Buning uchun bir-birimiz haqqi kirmaydi deyotganmiz, eng avval bir surishti qilishni bir iznib beqishni, bizning olimizni bilib beqishni so'raymizdi xalqdan. Xo'sh. Yaxshi, aytdingiz, rahmat. Oxirida men avval bir savolni unutib qoldim shu. Albatta Turkiyada nurg'un ijtimoiy jamiyatlar va millionlagan muhojirlar bor bu yerda, Turkiyada. Bu sizlarda bir qonunli jamiyat bo'lib suftinglar bilan buni masalan Qizilay sistemasiga shu muhtojlarni tizimlab, davlat tarafidan maosh oladigan shaklda udulluq bo'lmamdi bu ishni. Suriyaliklarga o'xshash. Maaş yok. Biz bunu sürüştürdüm. Ben sürüştürdüm. Çünkü benim bu işin olanıken ben da Ankara'lardan sürüştürdüm. Bizim Suriyaliklarga o'xshash hazırında maaş elishga bizning shartimiz to'shmaydiganligini so'zladi. Çünkü dedi ki Türkiye xalqaro qonunda, Göçmenler qonunida bir davlat urush bo'lib qolsa, urushdan qochgan bir shu davlatning fuqarolarining ikkinchi bir yoki uning boshqa davlatlarga qochib chiqqan chog'da shu davlatdagi odamlarning ularga ta'minot berish, ularning hayotini saqlab qolish uchun yordamda bo'lish ashlarning majburiyati bo'ldi ekan. Bu xalqaro qonun ekan. Çünkü urush bo'layotgan davlatmi zaten xalqaro e'tirof qilinadigan bir davlat bo'lganligi uchun urush qonunida shunday ekan. Lekin bizga unda yordam qilinmasligining sababi ular o'xshash qilinmasligining sababi biz Sharqiy Turkiston bir mustaqil davlat bo'lmaganligi uchun yanada Xitoyning assimilyatsiyasi ishg'oldan oldida bo'lgan davlat bo'lgandan keyin Xitoy
bizning urushimiz bunda Suriyaga o'xshash bombardiman bo'lgan yoki Xitoy bilan qurolliq bo'lgan bir urush bo'lib, biz bir mustaqil bir davlat bo'lgan bo'lsak, qochib chiqqan bo'lsak, u vaqtda bizni bir mustaqil davlat mazlum holatga tushgan urushdan bo'lgan bir davlat qatorida qabul qila oladiganligini, bo'lmasa bunda Xitoyning bizning beshimizda turgan Xitoyning qarshiligi ostida bizning bir mustaqil bir davlatning o'rniga qo'yib yordam qila olmaydiganligini dedi. Evet, yig'ib aytgan chog'da bizning o'sha Turkiyada Cenimizden saklap qolganligimizning o'zi, yani eng cho'ng bir nima ekan, bizimiz qilgan bir yaxshilik ekan. Ammo Turkiya hukumati hech qanday bir ommaviy tashkilotlarning bizga yordam qilishini cheklamaydi. Bu bir yaxshi bir ish, lekin Turkiya xalqidanmi shuni deylar, bu bir shaxsiy gap. Turkiya xalqining qo'lidan naqd pul olmoq intayin tas. Bular aslida naqd pul bermaydi. Nayt az Ramazonlarda bir chiqib qolsash mecbur zakat ayirish. Lekin bular deydi, ya sizlarga kiyim olib berayli, yoki un guruch olib berayli, naqd pul bermaydi. Bularning urf-odatimi shunday ekan zaten. Ya buni o'rganib qoldi demdi, yoki pul bek tatliq naqd berishni yaxshi ko'rmamdi, ammo undaq naqd pul berdigini bek az. Yo'q deyarlik masalan. Bizga kelayotgan yordamlardimi, shu o'yini ko'rsatib qo'y deydi. Lekin yana beradigan shu qasmi jamiyatlarga bermay, biz ko'rsatib qo'ygan yerlarga ash berdi. Lekin bek tez chiqdi. Ular qanday pul desa shaxsiy bermaydi, bir jamiyatga berdi pulni. O jamiyatning odamlari vakil bo'lib kelib, yana bir jamiyatning odamlariga ashunday qildi. Unda shaxsiyni qo'lib pul bermaydi. İşte qıstırış bek mühim naqdı qaldı. Hazır meni o'zimga binoan isim keldi. Anakin bizga har qaysi o'rinlarda masalan boshqa O'rta Osiyo davlatlaridan yoki boshqa jamiyatlardan sizlar iqtisodiy yordam beramiz deb keldi. Kelgan ularning qo'ygan birinchi sharti shu tul ayollarni, yetim bolalarni ko'rsak deydi-ku. Degandikin hozir xalqimiz qilib qolisi ichildi. Ba'zilar hamda bizni ko'rsatib, mushlar o'zining jamiyatlarga pul oldiga o'xshaydi deb tushunib qolgan tashviqotlarmi bo'ldi-ku hamda. Ammo ular keldi, kelib hamda ba'zi vaqtlarda az miqdorda pullarni qo'lga tutqizib qo'yib ketdi. Ketken bilan ular uzun mezgillik bir ishlarni qilamiz deb plan bilan ketdi. Ular odamni ko'may, ayolni ko'may, balni ko'may, uyini ko'may pul bermaydi. Buning uchun xalqimizmi palonchi vaqt palon etganda kelgan, sizlarni kelinglar ko'rgan desa, to'g'ri tushunchada bo'lishini so'rayman. Bizni ko'rsatib pul oldik degan menda xato tushunch bo'lmasin. Qarshi taraf bizdan shuni talab qildi. Chunki ularni o'ylaydi, chunki bu odamga o'tiribga chiqqan odamni ko'rishni xohlaydi. Yo'q, yerga pul berishni o'limi xohlamaydi. Shuning uchun xalqmi bu tarafda ideyasini ozod qilish kerak. U bir nomus qiladigan ish emas, g'ururimizni olib ketadigan ish emas. Hech kim ko'rmasa bir narsani qo'rqmay tilab so'raydigan, bir kim ko'rib qolsa sotiladigan ish emas. Zaten bizning shu qarindoshlarimizning bizga yordam qilamiz deb kelganlarning ayollarni, bolalarni ishda ko'rishning o'zi, uning mediaga chiqishning o'zi, masalan, mediaga chiqmasin, qo'ymasin televizorda deydiganlar bor. Aslında özü Xitayning zulm uçurganımızın isbatı. Bizning bir boy bir davlatimiz var, vatanimiz var. Eğer biz zulm uçurmaganmızsak, biz herkes onda başkalarına yardım muhtaç bo'lib qolmaydik deganing isbatı. Buni bu zulm nuqtasini tushunish kerak buni. Herkesin bu yilqi xon oldiga bir tilamchi bo'lib qolgandek emas. Buni qarshi taraf bizdan buni talab qildi. Bu bizning xalqimizningki mushu tashviqot ishi bo'lsin yoki mush dernek ishlari bo'lsin yoki mushunday jamiyat ishlar olish jarayonida nurg'un ishlarda eng avval xalqimizning har qaysi sohada ideyadan bir o'zgarish bek muhimligini qildi. Ideyadan ozod bo'lishi. Chunki bizning hozirgi kambag'allarimiz vatanda zaten kambag'al bo'lib boqmagan. Uning ustiga bek boylarimiz meyakanda bir xil pulda arilib qolgan bir holat bor-ku. Bunda holat ularga bek ig'ir keldi. Ba'zilari tilamaydiganlar var, gap qilolmaydigan, hatto kasal tatib yetib ketganlar var, shu pulni arilib qilib, hech nimasi qolmay. Unda bo'lganki bizga bir muqim bir yerdan, muqim jamiyatlardan pul kelib tursa, biz diyamaganlarga bu pulni yetkazib bera olsak, masalan, Qur'on hukmi bo'lgan degan, eng katta sabab shu. O tilab kelganlarga beraversak, tilmaganlar qolaversa, tigi yana zulmdan yaxshi qutulmagan bo'ldi. Uning uchun xalqimizniki ideya jihatdan bir ozod bo'lishini, bir fikri inqilob qilishni o'tnib so'rayman. Chunki o'zlari ish qilib boqmagan odamlar ish qilgan odamning qadrini faqat bilmaydi-ku. O'zlari ashna chekib, masalan, bizning oramizga o'zim kirganlar burun chat tutganlar bizga har xil gap qildi. Oy, maosh oldikansizlarga kirgandikin, voy xudoyim, yenimizdan chiqim bo'lgan ekan-ku deydigan bo'ldi. Shuning uchun bu xalqimizning yana bizni tushunishini o'tnib so'raymiz. Agar bizda ba'zi bir masala bo'lsa, tanqidiy fikr ba'zi biz qabul qilamiz, chunki biz inson, biz farishta bo'laylik deb o'tirib chiqmadik, faqat bir xizmat qilaylik deb chiqdik. Buning uchun xalqimizga biz bu programmamizda rahmat aytamiz. Chunki bizning bu xizmatlarimiz shu xalqimiz qo'rg'anlik uchun qilib qilyapmiz. Agar xalqimiz qo'limiz biz qilmaydik. Shu muhtojlarimiz bo'lmaganmisa bu savob ish bizga yo'qdi. Shu muhtoj qarindoshimiz bo'lganlik biz uchun bisim emas, biz uchun sharaf. Onun uchun biz hamma narsani bir to'g'ri yo'lni tushunishga tirishsak. Ko'pdan ko'p rahmat. Nayt yaxshi tushunchlik aytib berdilar, Alloh razı olsun. Qadrli qarindoshlar, tushunchida berilgan fikrlarni aytib ochiq bo'ldi deb qarayman.
bizni O'rta Osiyodan ko'rayotgan qarindoshlarimizni bu yerdan chaqirqimiz yana shu albatta eng ko'p sonimiz, nüfusimiz aşağıda bizniki. Şu qarindoshlarimiz bu nidalarga cho'qim javob berdi deb qarayman. Shundaq og'uchi bilan berguchining o'ttirsidagi bir qo'l hamda bu jamiyatlar qilayotgan shu qarindoshlarimizni ko'plab kuchaytirish har birimizning majburiyat deb qarayman inshaalloh. Ve bu muhtaçlık ahvalimiz bu inşallah tüzelgüsü yok bo'lsa inşallah. Bu arzu bilan bu ümit bilan inşallah programımızı inşallah ahirlashtirsak, yana bir qatimli programımızı ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.